Muammo meni otamda. Otam aytardi. Qonunga itoatkor bo'lish kerak. Alam qiladigani bilasizmi nimada? Alam qiladigani shuki, bu xalqimiz necha million odamlar chiqib ovoz beruvdikda konstitutsiya yangisiga. Bu rahbarlarning xohishi ekan deb tupur hammasiga. Konstitutsiyagan boshqagan sanab shu qaqa ketsa shu yoqqa oqib ketavergan. Yuravergan, odamlar qiynalsa qiynalaversin. O'zing kayf yashay, mazab yashayver o'zing deb aytishib, mana shunday tarbiya topganda balki muammo bo'lmasdi. O'shanga odamlar hozir yo'q joydan pul yo'qotyapti va bundan yana o'sha kambag'al oddiy odamlar jabr ko'ryapti-da. Boshqalarga konstitutsiya, qonun kerak bo'lmasa ham bu bizga kerak. Shap deb o'tiribdi, shaptolni aytolmaydi. Shaptol deb aytishga vazirlik idoralarida, rahbarlarida ham, xodimlarda ham jur'at yetmayapti. U sizniki, bizniki, hammamizniki deyiladi. Shu jumladan u ham meniki. Men uni bunaqa tarzda ko'z yumilishi, bunaqa tarzda jur'atsizlik qilib, yuz burilishiga jim qarab tura olmayman. Marhamat, qo'shimchalar, iltimosnomalar bormi? Assalomu alaykum. Agar mumkin bo'lsa, bu mutaxassis sifatida o'sha so'raydigan masalalar bor. Shunga agar bo'lsak, meni iltimosim shu. Agar sudda dastlab so'raydigan savollari bo'lsa, keyin bizga ham imkoniyat bersa. Tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish Holati bo'yicha bilasizlar, biznes ombudsman to'g'risida qonun bor, shundan kelib chiqishlar mumkin. Biznes ombudsman tadbirkorlarning huquqlarini himoya qiluvchi idora. Hozir mana tadbirkorimiz o'tiribdilar bu yoqda, o'sha bilishim bo'yicha naqd pulni qabul qilmaganligi holati bo'yicha hurmatli prezidentimizning farmonlari qabul qilingan. Shu naqd pul masalasi bo'yicha tadbirkorimiz bu bo'yicha biznes ombudsmanga murojaat qilmaganlar. Mana ma'lumot uchun aytib o'tishim kerak. Boshqa tadbirkorlardan ham bu bo'yicha murojaat kelib tushmagan. Energiya inspeksiyasi, soliq yoki boshqa idoralardan aynan shu naqd pul masalasida bitta narsani aytishim kerak. Tadbirkor prezident farmonida ko'rsatilgan norma bo'yicha o'sha naqd pulni qabul qilmagan. Bu ogohlantirish xati yoki boshqa masala ikkinchi daraja. Prezident farmonida ko'rsatilgandan keyin tadbirkor yoki boshqa fuqaro ham o'sha normativ huquqiy hujjatda ko'rsatilgan norma bo'yicha bajarishga majbur. Shuning uchun tadbirkorimiz ham bu masalada o'sha davlat rahbarining farmonida ko'rsatilganligi uchun naqd pulni qabul qilmagan. Keyingi masala, agarda o'sha savol bo'ladigan bo'lsa, javob berishi mumkin. Holatdan kelib chiqib. Bizda savol yo'q. Assalomu alaykum. So'ramoqchi bo'lganim aynan prezident huzuridagi mana shu tadbirkorlar huquq manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil institutida bir qator huquq vakolatlar berilgan amaldagi qonunchilikka ko'ra. Shu jumladan mana shu tadbirkorlarda bevosita faoliyatga daxldor bo'ladigan normativ hujjatlar qabul qilinishida mana shu biznes ombudsmani bilan kelishish kerakligi, ularni fikrini inobatga olinishi kerakligi aytib o'tilgan. Shuning uchun yuqorida aytib o'tdingiz, demak tadbirkorlar sizlarga murojaat qilmagan taqdirda, demak mazkur masala sizlar bilan kelishilgan bo'lishi kerak. Agar shuni ayta olasizmi hozir, aynan tadbirkorlarni naqd pul qabul qilish masalasini cheklanishi, bu demak ularning faoliyatiga nisbatan baribir ta'sir ko'rsatadi. Shu boisdan biznes ombudsman bu taklif loyiha ishlab chiqilganda buni ma'qullaganmi? Normativ huquqiy hujjat to'g'risidagi qonunga asosan barcha o'sha normativ hujjat loyihalari biznes ombudsman va savdo-sanoat palatasi bilan kelishishga majbur ko'rsatilgan. Bu loyiha bo'yicha to'g'risi menda xabarim yo'q, ma'lumotim yo'q. Chunki meni soham tadbirkorlar murojaatlari va muammolar bilan ishlash. O'shaning uchun men oldin shu gapimni boshlaganimda murojaat kelib tushmaganligini ma'lumot uchun aytib o'tdim. O'zingiz uchun men bilib bu farmon bo'yicha ma'lumot beraman. Endi agarki tadbirkorlardan murojaat bo'lmasa, lekin tadbirkorlarda faoliyatida aynan qonunlardan tashqari
davlat organlarining aralashuvi yoki qo'shimcha ularga cheklovlar qo'yish holati bo'yicha holatlar aniq ko'rinib turgan bo'lsa, ya'ni ba'zi holatlar bor, isbot talab qilish shart emas, hamma joyda ochiq oydin ko'rinyapti, bilinyapti. Aynan shu holatda ham mana shu biznes ombudsman instituti ularning murojaatini kutib turmasdan turib, o'zlari to'g'ridan to'g'ri o'rganib, qanaqadir choralar ko'rishi mumkinmi? Chora ko'rishi mumkin. Murojaatlar to'g'risidagi qonunga asosan, biznes ombudsmanning o'sha tegishli tartiblariga asosan ommaviy axborot vositalarida chiqqan ma'lumot ham biz murojaat sifatida kirim qilib buni o'rganamiz. Bu bo'yicha o'sha tegishli idoralarga ta'sir chora ham qo'llab kelganmiz. Lekin aynan bu masala bo'yicha mana energiya inspeksiya xodimlaridan tomonidan berilgan o'sha sizlar aytgan ogohlantirish xat, o'sha ogohlantirish xat deyilgan ekan, u biz ko'rganimiz ogohlantirish xat emas ekan u. Agar bo'lsa ko'rsatishlari ham mumkin. U yerda o'sha farmondagi norma xatda ko'rsatilib, tadbirkorlarga tarqatilgan. Talab qilinyapti. Ya'ni talab qilinadi. Ha, farmonda. U o'sha xat, ogohlantirish xat qachon ogohlantirish xat bo'ladi? Ma'lum bir norma qo'yilib, keyin shu norma bajarilmasa, shu tartibda javobgarlikka tortilasan yoki tortiladi deb ko'rsatilsa, bu ogohlantirish bo'ladi. Lekin biza ko'rganimizda shu energiya inspeksiyadan shu xatini ko'rganimizda unda yozilmagan ekan. Bu faqat shu prezident farmonida ko'rsatilgan norma xat sifatida tadbirkorlarga tarqatilgan. Agarda ogohlantirish xat sifatida bo'lsa yoki chora ko'rilgan taqdirda biza biznes ombudsman bu ogohlantirish xatini bekor qilib, chorasini ham kerak bo'lsa shu sudga sud darajasigacha ko'targan bo'ladi, bekor qilish. Lekin biza o'rganganimizda unday holat aniqlamadik. Agar bo'ladigan bo'lsa, mana hozir ommaviy axborot vositalari bizani o'sha ta'sirga olishyapti. Bo'ladigan bo'lsa, tadbirkorlar murojaat qilishi mumkin. U bo'yicha biza tegishli idoralarga chora ko'ramiz. Mana hozir agar ruxsat bersangiz, men so'rashim mumkin. Inspeksiya xodimidan sizlar tekshirganmisizlar aynan shu masalada? Yo'q, biz bu yerda tekshirish o'tkazmaganmiz. Aynan Prezidentimiz farmoni 248 sonli farmoni qabul qilingandan keyin bu yerda har bir sohaga aynan masalan yoqilg'i quyish shoxobchalari naqdsiz to'lovda amalga oshirish belgilanganligi sababli kelgusida biz endi o'zimiz faoliyatimizdan kelib chiqib doim profilaktik tadbirlar o'tkazamiz. Shu profilaktika sifatida biz bularga hammasiga xat berganmiz. Bu iminno emas, hamma uchun, butun zapravkalar uchun berilgan. Bundan tanishtirganmiz. Ertaga masalan faoliyatida qoidabuzarlikka yo'l qo'ymasligi uchun biz bularga to'g'ri talab qilinganligi sababli, aytganimizdek, talab qilinganligi sababli bu farmonning ijrosini bajarish baribir hammaga majburiy bo'lganligi uchun biz bu yerda shu narsalardan faoliyatingni yo'lga qo'yishni talab qilamiz deb turib berganmiz. Lekin bu yerda hech qanaqa huquqiy ta'sir chora qo'llanishi yoki litsenziyalarni bekor qilinishi to'g'risida hech qanaqa ogohlantirishda yoki qanday bir ta'sir o'tkazish yoki qo'rqitish nimalari hech qanaqa bo'lmagan. Buni tadbirkor, hatto biz tadbirkorlik subyektidagi nimasiga ham bormaganmiz. Yani zapravkaga deb aytsak, mahalliy tilda yoqilg'i quyish shoxobchasiga ham borilmagan bu yerda. Faqat bularni hammasini chaqirib, o'zlarining qo'liga mana xabarnoma, endi yangi qaror qonunlar qabul qilinganda bulardan xabardor qilib turish mexanizmi yo'lga qo'yilgan bizda. Men shu yana takrorlab aytaman, agarda energiya inspeksiyasi yoki boshqa idora tomonidan shu masalada tadbirkorga to'siqlik qo'yiladigan bo'lsa yoki chora ko'riladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Bizani o'sha telefon nomerimizni mana 71 202 0898 turgan yozib olish mumkin. Biza shu tegishli idoralar xodimlariga nisbatan chora ko'ramiz. Agar tekshiruv o'tkazgan bo'lsa, bizda vakolat bor. Ma'muriy jazo qo'llash, o'ta tekshirish tartibi yoki noqonuniy tekshiruv bo'lsa, o'shaning uchun undan hozirgi paytda masala yoki muammo ko'tarilgan yo'q. E'tiroz bildirilgani yo'q. Tekshirish o'tkazmaganmiz bu yerda. Mana ya'ni so'ramoqchi bo'lganim, demak ayni vaziyatdan kelib chiqsak, demak tadbirkorlar tomonidan alohida murojaat bo'lmagan taqdirda ham, lekin mana shu ommaviy axborot vositalari orqali ularni huquqlarini cheklashga oid bo'lgan, qo'shimcha cheklovlar kiritishga oid bo'lgan normalar yoki shunaqa ma'lumotlar chiqsa, sizlar avtomatik chora ko'rishni boshlaysizlar. Bu gapingizni shunday tushunyapmanmi shunda? Agarda murojaat kelib tushsa, yoki mana murojaat qilmadi, aytilyapti, to'g'ri tadbirkorlar mana zapravkalarda yoki boshqa joylarda mana naqd pul to'lovi cheklab qo'yildi tadbirkorlarga, boshqa deb aytilyapti. Mana sizlar
baribir kuzatasizlar, ko'ryapsizlar. Kim tomonidan? Mana shu joyiga Rasul aka mana Aynan kimdir tomonidan bo'lishi kerak? mana fuqaro tomonidan agar masala ko'tarilsa, tadbirkorga nisbatan biz aralashmaymiz. Chunki biz tadbirkor huquqini himoya qilamiz. Lekin tadbirkor tomonidan ko'tarilsa masala, unda biz aralashamiz. Keyin unda ham mana misol uchun har xil holat bo'ladi. Tadbirkorlar bir xil payt aytishi mumkin. Misol qilib aytaman, elektrdan uzildi deydi yoki gazdan uzildi deydi-da. Unda biz o'rganganimizda qarzdorligi bo'lib chiqadi. Har doim ham o'z tasdig'ini topmaydi. Men endi hamma ommaviy vositasini aytolmayman. O'shaning uchun bizga ko'proq kerak bo'ladi aniq fakt. Yo'q, siz aytdingizki, faqat individual masala bo'lganda ishlaysizlar. Umumiy ommaviy bo'lganda ishlamaysizlar. Ommaviyda ham ishlaymiz. Mana hozir ayni paytda demak o'sha prezident farmoniga asosan bir qator bandlarda qo'yilgan o'sha talablar amaldagi konstitutsiya va qonunlarga zid kelyapti. Va tadbirkorlik faoliyatining erkinligini kafolatlash to'g'risidagi qonunga ham zid kelyapti. Mana masalan bu haqda ko'p aytilyapti, ko'rib bilinib turibdi. Aynan masalan shu masalani sizlar o'zingizlar o'rganishinglar O'rgandik, Rasul aka o'rgandik. O'rgandik. Mana hozir sizga taklif qilsa bo'ldi. mana aynan shu siz o'tgan safargi sudda ham ogohlantirish xatini ko'targaningizni o'zim ko'rdim. O'sha xat bo'yicha berilgan tadbirkorga o'sha tazyiq o'tkazilgan energiya inspeksiyadan biz oldik ma'lumotni. O'sha nima xat berilgan, nima ogohlantirish xat berilgan, nima qilib chora ko'rmoqchi ekan. Men ayrim o'sha zapravkalardan so'raganimda nima rostdan chora ko'rilganmi? 2-3 ta tadbirkorlardan so'radik biz ham. Huquqi buzilgan yoki buzilmaganligi bo'yicha. Ayrim tadbirkorlar to'g'risi men endi ochig'ini aytishim kerak, bir xil tadbirkorlar yo'q dedi, Jamshid bizaga bu norma teng raqobat muhitini yaratib bergani yordam berdi. Oldinlari o'sha naqd pulni qabul qilganligi uchun bizani raqobat qiladigan tadbirkorlik subyektlari o'sha soliq to'lamasdan sun'iy ravishda naqd tushirish holatlari ham bor edi. Biz 2-3 marta murojaat qilgan edik tegishli idoraga. Endi hozir hammasi plastik bo'lgandan keyin biz bemalol raqobat qilamiz degan masalani ham ko'tardi tadbirkorlar-da. Ochiq aytish kerak. Keyin Rasul akani mana savollari bo'yicha yana javob bermoqchiman. Mana yaqinda prezidentimizning 100-sonli farmonlar qabul qilindi. O'sha 1 milliarddan 5 milliardga ko'tarilish bo'yicha, keyin soliq masalasida undan oldingi yana farmon chiqdi, ishbilarmon muhitini yaxshilash bo'yicha biz o'rganganimizda 30 dan ortiq yengilliklar berilgan tadbirkorlik subyektiga. Davlatimizning farmon qarorlari. Lekin ular qonunda ko'rsatilmagan yuqorini turuvchi hujjatlar. Nima demoqchiman? Amaliyotda hozirgi islohotlar paytida bor shunaqa holat. Amaliyotda davlatimiz rahbari o'sha farmonlar qabul qilinadi, tadbirkorlarga mana soliqdan xodim o'tiribdilar, ular ham tasdiqlash mumkin. Soliq kodeksida ko'rsatilmagan holatlari bo'yicha tadbirkorlarga yengilliklar berilyapti. Amaliyotda bor bu holat. O'shaning uchun biz bu bo'yicha Rasul aka men endi siz tushundim nima savol bermoqchisiz. Prezident farmonini qonunga yoki konstitutsiyaga to'g'ri keladi yoki noto'g'riligi bo'yicha biznes ombudsman xulosa bera olmaydi. Unaqa vakolati yo'q. To'g'risi, uni siz ham bilasiz. Bizda har bitta bunaqa vakolati yo'q. Agarda ziddiyatli masala kelib chiqadigan bo'lsa, tadbirkor tomonidan boshqa o'sha masalada sudlar bo'ladi. Unda belgilangan tartibda Oliy sudga yoki Konstitutsiya sudga yoki boshqa sudlarga murojaat qilishimiz mumkin. Rahmat. Rahmat. Savolim yo'q. Вас есть вопрос? Savolingiz bormi sizda? Yo'q, mana savol yo'q. Siz ayni shu tashkilotga e'tiroz bildirib murojaat qilganmisiz? Yok. Я на русском буду разговаривать. Еще раз повторюсь неоднократно, потому что затягивается и повторяется одно и то же. Хоп, если не предписание, хат, Буян, мы должны исполнять нам указанные меры. Над нами стоит нефтеинспекция. Налоговая стоит над нами. Центробанк это уже как бы по финансам. Непосредственное отношение мы имеем именно к нефтеинспекции и к налоговой. Нам дали письмо, на основании указа президента мы работали. Все, больше моих комментариев нету. Кто бы что ни сказал, обратились, не обратились, совпадает, не совпадает. Мы обычные предприниматели. Нам дали предписание, есть указ президента, по нему и работаем. Никакого нарушения
мы не делали. Если у вас есть возможность в этом разобраться более подробно, как-то законы привести в другом виде в порядок, я не против. Но все, что касается нас, я вам в прошлый раз предоставил и ХАТ, и ХАРОР, и вот представитель налогового комитета, если он понимает, подтвердит, что сейчас абсолютно невозможно физически работать наличными. То есть выдать чек. А если мы не будем выдавать чек, то это будет считаться как нарушение кассовой дисциплины. Agar to'g'ri gapirsam, to'g'rimi? Если суд разрешает, объяснить. Вот, поэтому да, у меня вопросов нет. Я придерживаюсь того же мнения, что и было раньше. Мы работаем по закону, которым нам предписали. Больше вопросов нет. Assalomu alaykum, hurmatli sud hayati, hurmatli taraflar vakillari, hurmatli axborot vosita vakillari. Hurmatli sud, ruxsatingiz bilan tushuntirish berishdan oldin hurmatli Rasul Qidiraliyevichga bitta savol berib olsam-da, keyin tushuntirishda olib borsam, undan keyingi jarayonda taraflar tomonidan qanday savollar bo'lsa, normativ hujjatlar bo'yicha javob beramiz. Hurmatli Rasul Qidiraliyevich, savolimiz bitta shundan iborat: sizga holatni bildik, ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib turibmiz. Murojaat ariza berganingizda ham tanishib chiqdik. Tanishib chiqilgan paytda shu 9-may kuni o'sha avtomobillarni o'sha yoqilg'i quyish shoxobchasidan naqd pulni olishni rad qilish to'g'risida e'tiroz bo'lgan sizga. Shu e'tirozda naqd pulni so'm birligida rad qilish belgilangan va uni elektron yoki plastik yoki qaysidir havolalar orqali to'lashi tushuntirilgan. Shu elektron yoki boshqa havolalar orqali so'm birligida to'lash talab qilinganmi yoki boshqa bir davlatni yoki Visa karta yoki Angliyaning funt sterlinimi yoki Amerikan dollarini yoki Xitoyning yuanimi shu shaklda to'lash talab qilinganmi? Aynan zapravka tomonidan qaysi pul birligida elektron shaklda naqd ko'rinishsiz pul to'lovi amalga oshirilishi talab qilingan? Men bilmoqchi edim, endi hozir to'liq qonunchilikni yaxshi eslolmayapman. Bu kishini da'vogar savol berishiga qonunchilik bo'yicha o'zi kodeks bo'yicha haqqi bormi? Taraflarga savol berish mumkin. Bo'ldi, tushundim. Bunday bo'lsa, demak, O'zbekiston so'mi haqida gap ketyapti. O'zbekistonda o'sha tanlangan milliy valyutasi haqida. O'shani naqd ko'rinishdagi shaklni qabul qilish rad qilingan. So'm birligida qabul qilish rad etildi sizga nisbatan. Ya'ni naqd puldagi so'm birligi So'm birligi qabul qilish rad etildi. Ha. Bo'ldi. Hurmatli sud, boshqa savolim yo'q. Rahmat, o'tirishingiz mumkin. Holat bo'yicha hurmatli sud hayati ariza bilan tanishib chiqdik. Tanishib chiqilgan holatlar bo'yicha o'zimni mutaxassisligim bo'yicha qonun normalariga asosan quyidagilarni eslatib o'tamiz. Arizalarda ko'rsatib o'tilganlar Konstitutsiyaning 150-moddasiga zid harakatlar amalga oshirilmoqda degan ko'rsatmalarni keltirib chiqarganlar. O'zlarining arizalaridan Konstitutsiyada ham aniq tiniq yozib qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasining 150-moddasida qo'shnovchida so'm O'zbekiston Respublikasining butun hududida yagona cheklanmagan qonuniy to'lov vositasidir deb belgilangan. So'm deb belgilangan. So'm bank so'mdan keyin vergul qo'yib yoki so'mdan ketidan keyin banknota, kupyura yoki tangalar jumlalar ko'rsatilmagan, qo'yilmagan. Konstitutsiyaning to'g'ridan to'g'ri o'zida. Ya'ni ommaviy axborot vositasi uchun tushunarli bo'lishi uchun kupyura bu pul birligini qog'oz ko'rinishi, banknota ham uni qaysidir ko'rinishi tanga hammaga ma'lum. Bu yerda so'm birligi butun O'zbekiston tizimida bir xilda to'lov vositasi bo'yicha amal qilinishi belgilangan. Qat'iy norma sanksiyalangan. Pul kupyuralari haqida so'z ketmagan. E'tiborni shunga qaratish lozim bo'ladi. Endi shu joyga kelganda hurmatli yurtboshimizni 246-sonli farmonlari chiqqan. Ushbu farmon
prezidentimiz tomonidan imzolangan farmon shunchaki prezident administratsiyasi tomonidan chiqmaydi. Buni hammamiz bilamiz. Tegishli idoralar, mana ombudsman bor, savdo sanoat palatasi bor, tegishli idoralar bor, neft gaz vazirliklari bor, ya'ni qaysi taalluqli organlar bo'lsa, adliya vazirliklari bor. Hammasi huquqiy ekspertizadan o'tkazib, boshqa qonun normalariga zid keladigan holatlarni ekspertizadan o'tkazib, korrupsiya ekspertizasidan o'tkazib, tadbirkorliklarni yo iste'molchilarni yoki soliq to'lovchilar huquqlarini bevosita ko'rib chiqib, undan so'nggina farmon yoki farmoyishlar tasdiqlanadi va nimaga qaratiladi? Ijroga qaratiladi. Endi normativ hujjatlar to'g'risidagi qonunimiz bor, 682-o'riqi. Unda 10-moddasida qonunlarimizni ketma-ketligi belgilangan. Albatta, ketma-ketlik bo'yicha Konstitutsiya birinchi o'rinda turadi, undan keyingisi qonunlar, Oliy Majlis palatalari va undan keyingi o'rinlarda yurtboshimizni o'sha farmonlari, qarorlari turadi. Endi normativ hujjat bo'yicha prezident farmonlari, qarorlari quyib turuvchida turdi degani bu ijrosini ta'minlamaslik lozim deganini anglatmaydi. Farmon o'zidan oldingi qonun normalariga, normativ hujjatlarga muvofiq chiqarilgandan keyin u ijroga qaratiladi. Bu yerda yana arizalarda birorta ham qonun yoki boshqa normativ hujjat konstitutsiya normalari va qoidalarga zid kelishi mumkin emas deb 16-moddada konstitutsiyada yozilgan. Zid kelmaganligini tegishli shu farmonni imzolashdan oldin ekspertizadan o'tayotgan tegishli vazirlik idoralar ekspertizasini O'zbekiston muhiti bo'yicha, islohoti bo'yicha har qanaqa holatda ma'qullab, tasdiqlab bo'lishgan. Bu degani prezident farmoni, 246-farmoni konstitutsiyani biror bir normasiga zid bo'lmasdan chiqarilganligini anglatadi. Endi shu o'rinda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini tegishli moddalari bo'yicha tushuntirish beramiz. 2-moddasi bor. Davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qiladi. Davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat fuqarolarga mas'uldir. Davlat xalq idorasini ifoda etadi. Ya'ni naqd ko'rinishsiz onlayn to'lovlar va plastikda to'lovlar amalga oshirilishi bu yashirin iqtisodiyotni, yaqinda chiqqan prezidentimizning 60-98-sonda yashirin iqtisodiyotni oldini olish chora-tadbirlari bo'yicha amallarni amalga oshirish bo'yicha boshqa fuqarolarning manfaatini himoya qilyapti. Bundan keyingi 7-modda, 12-modda, 15-modda, 21, 54, 60-moddalar ham xuddi shunday davlat islohotlarini olib borayotganda tegishli xalqni, davlatni va tadbirkorning manfaatini ko'zlagan holda amalga oshirilishi belgilangan. Endi keyingi holatimiz bo'yicha bu endi 246 prezident farmoni boyagi naqd ko'rinishsiz to'lovlarni amalga oshirish harakati farmonlari birorta bir konstitutsiya normasiga zid emas deb hisoblaymiz. Shu o'rinda qo'shimcha tariqasida taraflarni qiziqtirgan asosiy savollar bo'lishi mumkin. Shu savollardan oldinroq izoh berib o'tamiz. Men Toshkent shahar soliq boshqarmasi vakiliman. Ya'ni soliq organini strukturasi soliq qo'mitasi, undan keyingi hududiy viloyatlar Toshkent shahar, undan keyingi soliq inspeksiyalari belgilangan. Soliq organi barchasi ijro etuvchi hokimiyat organi. Bizning tashkilot ham yuqori turuvchidan keyingi turuvchi tashkilot. Bu yerda o'tgan galgi YouTube platformasidan ko'rganimda hurmatli Rasul Xudoyevich bularga savol berganda soliq yoki boshqa tashkilot qanaqa sanksiyalashi mumkin sanga degan mazmunda savollar berilganda bu savolga boshqarma vakili urug'ida javob berish imkoniyatiga ega emasman. Sababi Davlat soliq qo'mitasi huzurida axborot texnologiyalar markazi bor. Ya'ni bu aytishniklar deydi bizning tilda. Bu aytishniklar davlat korxonasi soliq to'lovchi bilan tadbirkorni o'rtasidagi munosabatni bog'lab turuvchi elektron dasturni kuzatib turuvchi, nazorat qiluvchi
bo'lim. U soliq qo'mitasi huzurida. Aynan bular adashmasam javobgarni aynan plastik karta qabul qiluvchi qurilmasi yoki chek beruvchi qurilmasi Rasul Xidir Aliyevich tomonidan naqd pul ko'rinishida taqdim qilingan pul bo'yicha chek bera olmay qolish mumkinligini o'sha ilmiy markaz o'zini dasturi orqali bloklab qo'yganmi yo qaysidir kungacha bloklab qo'yganmi, unda meni xabarim yo'q, umuman bilish imkonim yo'q. Uni o'sha tegishli mutaxassislar javob bera oladi. Endi holat bo'yicha tushunish mumkinki, tadbirkorni qaysidir muddatlarda shu farovon ijrosini ta'minlashlik uchun bloklangan yoki qaysidir holatlar cheklangan bo'lishi mumkin. Bunga tegishli mutaxassis o'zi javob beradi. Endi yana savol bo'lishi mumkin holati tadbirkorlik subyektini har qanaqa tadbirkorlik subyektini plastik karta qabul qiluvchi qurilmasi alohida mavjud bo'ladi. Qo'shimcha yonida kassa apparati kirim qilinganligi cheki beradigan qurilmasi mavjud bo'ladi. Har qanaqa tadbirkorlik subyektining ikkita qurilmasi bo'ladi. Ushbu qurilmalar tadbirkorlik faoliyati to'g'risidagi qonunga asosan tadbirkorni o'zini o'sha moliyaviy tomondan sotib olinadi, shaxsiy mulk sifatida qaraladi. U qurilmalarni alohida davlat unitar korxonasi soliq organi bilan o'rtasini bog'lab beradi, o'zining tegishli dasturi bilan. Ya'ni shu registratsiyaga qabul bo'ldi, to'lovlar amalga oshirilgani soliq organiga ko'rinishi uchun. Bu ikkita qurilma tadbirkorlik subyektining shaxsiy mulk sanaladi. Bu mulkka nafaqat soliq organi vakillari, boshqa davlat tashkiloti organlari ham uni qaysidir kunga, qaysidir muddatda olib qolish yoki ishlatishni taqiqlash huquqiga ega emas. Jumladan soliq organi ham. Ushbu harakatlar tadbirkorlik subyekti tomoniga nisbatan amalga oshirilmagan. Chek beruvchi yoki plastik qabul qiluvchi qurilma o'zida bo'ladi. Uni qachon foydalanmasligi normativ hujjatlariga tayangan holda amalga oshirilishi mumkin. Asosiy savol berilishi mumkin bo'lgan holatlar va o'zimni tashkilotim miqyosida berilishi mumkin bo'lgan savollarga javob berishga harakat qildim. Undan xulosam shu bilan tugadi. Hurmatli sudda yoki taraflarda qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, ketma-ket bosqichma-bosqich javob beramiz normativ hujjatga tayangan holda. Dastlab savolim, o'zi boya endi mutaxassislar tanishtirgan vaqtda nima qilib va tanishtirganda kechirasiz. Sadulla aka, sizga savolim dastlab ma'lumotingiz bo'yicha qaysi yo'nalishda mutaxassis hisoblanasiz? Men Toshkent shahar soliq boshqarmasida yuridik bo'lim boshlig'i, ya'ni yurist boshlig'i lavozimida ishlayman. Demak, yuridik yo'nalishda mutaxassisligim yurist. Ha, tushunarli. Xo'p, keyingi savolim o'sha normativ huquqiy hujjatlarda o'sha turini aniq ajratib bera olasizmi? Konstitutsiya, qonun, qaror? Albatta, normativ hujjatlar to'g'risida endi biza mayli ekzaminda emasmiz, lekin aytib beramiz. Hurmatingiz bor. Mutaxassis so'rayapman-da. Normativ hujjatlar to'g'risidagi qonunimiz bor. O'RQ 682-sonli. Uni o'sha 6-moddasida belgilab o'tilgan. Birinchi o'rinda, ya'ni raqam qo'yilmagan, yuqori o'rinda Konstitutsiya, undan so'ng O'zbekiston Respublikasi qonunlari, undan so'ng Oliy Majlis qarorlari palatalari va undan so'ng hurmatli yurtboshimizning farmonlari, qarorlari, undan so'ng Vazirlar Mahkamasi qarorlari, undan keyin davlat tashkiloti idoralarining qarorlari. Adashmasam to'liq javob berdim. To'g'ri javob berdim. Uni sud baho beradi. Xo'p, yuqorida Konstitutsiyaning 150-moddasi haqida gapirdingiz, so'm haqida, uni qanaqa ko'rinish haqida ta'rif berdi. Bu sizning shaxsiy fikringizmi yo bu shartmi? Bu yurist mutaxassisligim bo'lganligi uchun bevosita normativ hujjatlar bilan ishlab, ya'ni qonunchilik loyihalarida, komissiyalarda ishtirok etganligimiz uchun va faoliyatimiz bevosita, meni aynan yo'nalishim faoliyati faqat sud yo'nalishlari bo'lganligi uchun normativ hujjat aynan qandoq yuridik termin bo'yicha tahlil qilinishi va talqin qilinishi mumkinligi bo'yicha yuridik texnika bo'yicha fikrimni, shaxsiy fikrimni ifoda qilaman. Demak, bu shaxsiy fikringiz sharh emas. Bu shaxsiy Endi sharhni Adliya vazirligi beradi. Aslida.
Adliya vazirligi shuni Yo'q. qaysi hujjatga asosan Adliya vazirligi Ish holatlariga nima? umuman yo'q o'zi daxli ham yo'q, lekin bu kishini shu savollaridan keyin savol kelib chiqdi-da, shunga uzr endi bular o'zlari gapirib berdi. Chunki bizni bilishimizcha konstitutsion sud berardi shart, lekin shu Xo'p, demak, yaxshi, bu demak sizning shaxsiy fikrlaringiz xolos. Yuridik texnika bo'yicha shaxsiy fikrimiz. Tushunarli. Xo'p, demak, so'ramoqchi bo'lganim mana siz yuqorida keltirib o'tgan tadbirkorlik faoliyatini erkinligini kafolatlari to'g'risidagi qonunga asosan davlat organlari, banklar yoki boshqa kredit tashkilotlari tadbirkorlik faoliyat subyektlarining pul mablag'laridan foydalanish yo'nalishlarini belgilab berish va nazorat qilishga hamda pul mablag'larini o'z xohishiga ko'ra tasarruf etish huquqlariga nisbatan qonunda yoki shartnomada nazarda tutilmagan boshqa cheklovlar belgilashga haqli emas degan masala ko'rsatilgan. Xo'p, yuqorida aytib o'tdingiz, demak siz mana shu farmon qabul qilinishida bu ekspertizadan o'tkazilgan ekan. Shu bizga ma'lumot bera olasizmi? Aynan ekspertizadan o'tkazishda qonunning bu talablari qanchalik hisobga olingan edi? Yo'q, hurmatli Rasul Qidiralievich, men Bizda unaqa ma'lumot yo'q edi. bu qonunni yo'q, men o'sha 246 sonli farmon haqida aytyapman. 246 farmoni bo'yicha bevosita men unda ishchi guruh sifatida ishtirok etmaganman. Umumiy O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha har qanday prezident farmoni yoki qarori, farmoyishi chiqadigan bo'lsa, bevosita manfaatdor vazirliklar orqali loyihasi ko'rib chiqiladi, xulosalar olinadi. Amaliyotda shunday. Aslida bu farmonda tegishli idoralarni xulosasi, boshqasi olinmagandan meni shaxsan xabarim yo'q, lekin qonunchilik bo'yicha olinishi lozim. Siz shuni aytmoqchi bo'ldingiz. Tushunarli. Xo'p, demak, kuni kecha bo'lgan o'tgan safarga o'sha sud majlisimizda tadbirkor tomonidan aytildiki, o'sha naqd pulni olgan taqdirimda ham unga chek berishim kerak, lekin aynan meni chekka oid bo'lgan kassa apparatim soliq organlari tomonidan bloklab qo'yilgan degan masalani aytdi. Shuni siz aytyapsiz, buni boshqa bo'lim xodimlari qilgan deb, lekin baribir Boshqa bo'lim emas. O'zi boshqa o'sha soliq qo'mitasini tuzilmasidagi bir qaysidir xizmat buni amalga oshirgan dedingiz. Endi biz aynan bu yig'ilishga sizni yuborishlarini bilmaganmiz, lekin endi bir savolimiz o'sha idoraning vakili sifatida sizga bo'ladi. Qaysi normativ hujjatga asosan o'sha aynan tadbirkorlarda o'sha chek berishga oid bo'lgan o'sha apparatlarga nisbatan cheklov qo'yiladi. Cheklov qo'yilgan, shuni aniqlashtirasiz. Hurmatli Rasul Qidiralievich, o'sha savol kutilishi aniq edi, shuning uchun ham boya eslatib o'tdim, tushuntirib o'tdim. Mana hurmatli sudya Ibragimova tomonidan Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasiga xat kelgan. Bu to'g'ridan to'g'ri meni tashkilotim. Agarda davlat soliq qo'mitasidan deyilganda tegishli mutaxassislar kelishi mumkin edi. Shuning uchun yana taklif qilyapman, o'sha axborot tahlil markazi bor soliq qo'mitasi huzurida, ular bevosita o'sha bloklash, qaysidir muddatda bloklash, cheklab qo'yish, boshqa operatsiyalarni amalga oshiradi. Bugungi kunda bloklangan yoki muddatda bloklanmaganligidan meni xabarim yo'q. Uni tegishli o'sha mutaxassislar qo'mita markazi huzuridagi tashkilotlar javob bera oladi. Xo'p, uzr. Savolim aynan bloklanmaganligi oydinlik kiritish haqida emas, balki bloklanganligi haqida tadbirkor aytib o'tdi. Biz ularning gapiga ishongan holda so'rayapmiz. Siz aynan yuridik yo'nalishda ishlaganingiz uchun soliq qo'mitada, soliq boshqarmasi. Uzr, kechirasiz. Toshkent shahar soliq boshqarmasi yuridik yo'nalish bo'yicha ishlar ekan. Shunga so'rayotganimiz aynan o'sha biror bir qonunda yoki o'sha yangi qabul qilingan 246-sonli farmonda aynan tadbirkorlarning kassa apparatlariga nisbatan qanaqadir cheklovlar kiritilishi bo'yicha topshiriqmi, vazifami, majburiyat berilgan. 246 da tanishib chiqdim buni kelishda ham. Endi bu ehtimol bilan aytyapman. Bu tegishli mutaxassis kelgandan keyin haqiqatan ham blokladik. Bloklaganimizni sababi mana bu norma deb aytadi. O'zimni boyagi mutaxassisligim bo'yicha aytadigan bo'lsam, 246 da shu kabi nimalar bloklanishi ko'rsatmasi soliq qo'mitasiga yuklatilgan. Xo'p, keyingi savolim, aynan tadbirkorlar tomonidan to'lovda naqd pulni O'zbekiston milliy valyutasi bo'lgan naqd so'm pulni qabul qilib oladigan bo'lsa, qanaqa tadbirkorlarga nisbatan jazo choralari ko'zda tutilgan?
bu turda hali soliq qo'mitasi miqyosida yoki soliq qo'mitasini tasarrufidagi quyi turuvchi organlarda birorta ko'rsatma yoki topshiriq, sanksiyalangan topshiriq kelib tushmagan. Hali Demak, mavjud emas. amaliyotda deylik 246 chiqdi. 246 ning talabini buzdi. Buzganligi uchun soliq organi tomonidan, boshqa tashkilot bilmayman. Soliq organi tomonidan tadbirkorlik subyektiga qaysidir yo'sinda ta'sir chorasi qo'llash bo'yicha hali mexanizm yoki ko'rsatma mavjud emas. Demak, bu oddiy aytganda shunday tushunsak bo'ladimi? Ya'ni naqd pul qabul qilganligi uchun soliq organlari tomonidan tadbirkorlarga nisbatan chora ko'rish bo'yicha vakolat hali yo'q. Soliq organida yo'q, Shu- endi shu boshqa ayting. tashkilotda borligini Yo'q, bilmayman. boshqasini qo'yib turaylik, siz bo'yicha. Soliq organida yo'q. Demak, soliq organlarida mavjud emas. Yo'q. Yaxshi. Chunki topshiriqning o'zi yo'q hali unda. Hozircha bu kishiga savollarim tugadi. Agar yana keyinchalik Jarayonda. bo'lib qolsa, jarayonda agar mumkin bo'lsa beraman. Rahmat. Boshqa savol yo'q? Hurmatli sud, hurmatli ishg'olliklari aniq da'vo mazmuni bilan tanishib chiqdik. Bu yerda hurmatli fuqaro Rasul Xidiralievich Qo'shilbayev tomonidan bildirilgan e'tirozlarni ko'rib chiqdik. Bu yerda 4 ta masala ko'rsatilyapti. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish yo'nalishi. Birinchisi tovarni erkin tanlash huquqi. Ikkinchisi lozim darajada xizmat ko'rsatish huquqi. Uchinchisi to'lov shaklini erkin tanlash huquqi. Iste'molchilarni kamsitish taqiqi. Bu yerda bu huquqlarim buzilyapti deb aytgansiz, to'g'rimi? Endi da'vo arizada ko'rsatilgan. Demak, da'vo arizada ko'rsatilgan. Mana shunga biroz tushuntirish berib o'tib ketaman. Tovarni erkin tanlash huquqi buzilmayapti bu yerda. Fuqaro iste'molchi bemalol xohlasa benzin olishi mumkin, xohlasa propan olishi mumkin, gaz olishi mumkin, xohlagan shoxobchasiga kirishi mumkin-da. Bu yerda u huquq buzilmayapti. Bunday agar mumkin bo'lsa, men o'zim yozgan da'vo arizani o'zim nima mazmundaligini bilaman. Agar mumkin bo'lsa, uni sharhlashga o'tmasak, men o'zim sharhlab berdim. Qonundagi normalar ketma-ketligida o'sha so'zlar ketma-ket yozilgan. Men o'sha normativ hujjatlarda ketma-ketlik so'zlarni ba'zan ko'chirganman. Shu boisdan uni alohida ko'ramiz desak, hozir. Da, bo'lmasa to'g'ri. Asosiy masala bo'ldi, to'g'ri tushundim. Sharhlash emas, Tushundim. iste'mol sifatida Tushundim. huquq manfaatlari Iste'molchi albatta. Iste'molchi sifatida huquq manfaatlari bor. To'g'ri, bu yerda to'lovni erkin tanlash huquqi deyilyapti. Bu yerda iste'molchilar to'g'risidagi qonunchilikda bunaqa norma yo'q. Lekin to'g'ri 10-moddamiz bor. Ya'ni naqd pulda yoki naqd pulsiz shaklda to'lov qilish mumkin degan. Buni ko'rib turibmiz. Mana tadbirkor ham o'zining majburiyatlarini bajargan. Prezidentimizning 246-sonli farmoni bo'yicha iste'molchi ham o'z navbatida o'zining haq-huquqlarini talab qilgan. Bu yerda sudga havola qilamiz. Boshqa Mutaxassis sifatida nima deya olasiz? mutaxassis sifatida sudga havola qilamiz. Lekin bizning qonunchiligimizda yoki poymol bo'lmaganmi ayni shu holat bo'yicha? ayni shu holat bo'yicha iste'molchi sifatida huquqlari mavjud. Naqd pulsiz ham, naqd pul bilan ham to'lov qilishga huquqi mavjud. Shu demak iste'mol sifatida huquqim buzilayotganligini sizlar ko'rib tan olasizlarmi? Shuni e'tirof qilasizlarmi? Albatta. Endi sizdan ham so'raydiganim, aytyapsiz, demak tadbirkorda ham bu yerda u majburiyat bajaryapti, bu yerda iste'molchi huquqini talab qilyapti deb. Iste'molchi sifatida mani huquqlarim konstitutsiya va qonunda kafolatlanyapti. Bularda o'sha qonun osti hujjatda majburiyat yuklatilyapti. Bu o'rinda siz masalani sudga havola qilyapsiz. Shunday. Aynan iste'molchilarning huquq manfaatlarini himoya qilish kerak bo'lsa sudgacha olib chiqish kerakligi aynan sizlarning tashkilotinglarga qaysi normativ hujjatda ko'rsatib o'tilgan? Iste'molchilar huquqlari to'g'risidagi qonunda ko'rsatilgan. Demak, iste'molchilar huquqini himoya qilish to'g'risidagi qonunda sizlar shu qonunga asosan sizlar iste'molchi sifatida, ya'ni mani qonundagi bor huquqlarimni sizlar e'tirof etgan holda chora ko'rishingizlar kerakligi haqida ko'rsatilgan. Agar ariza murojaat kelib tushsa. Tushundim. Shunday. Endi ariza murojaat kelib tushmagan holatda, lekin ommaviy axborot vositalarida ochiq hammaga ko'rinib turgan shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa ham sizlar o'zingizlar qanaqadir chora ko'rasizlarmi yo'qmi?
mazkur holat hozir sudga chiqqanda, agar bizga ariza bilan murojaat qilganingizda edi, biz uni tegishli tartibda o'rganib chiqib, bizda ham maxsus komissiya bor, 5 kishidan iborat. O'sha maxsus komissiya orqali ish atroflicha ko'rib chiqilib, huquqingiz buzilgan, buzilmaganligi e'tirof etilib, sudga o'zimiz albatta chiqarardik. Lekin hozirgi holatda baribir bizda holatda ham sudga chiqardi bu ish. Lekin hozirgi holatda ham o'sha sudga chiqib bo'lgan bu ish bo'yicha biz hech qanday vakolatga ega emasmiz. Yo'q, bu mani holatimdagi, ya'ni fuqaro sifatida bitta men bilan bog'liq bo'lgan holatda sudga chiqdi masalan, lekin ayni paytda ham minglab, millionlab fuqarolarni iste'mol sifatida xuddi menikiga o'xshagan huquqlari buzilishda davom etyapti bu yerda. Ya'ni bizda O'zbekistonda iste'molchilar huquqlarini himoya qilishga doir bo'lgan vakolatli organ bitta. Bu sizlar. Ya'ni sizlar meni huquqim buzilayotganini mana sudda kelib o'z aytyapsiz. Parallel ravishda xuddi shunday huquq boshqa O'zbekiston fuqarolarida ham bor millionlab. Ya'ni ulardagi ham buzilishda davom etyapti va ular kunora ommaviy axborot vositasida, internet tarmoqlarida chiqib buni aytyapti, e'tiroz qilyapti. Lekin sizdan so'rayotganim shundaki, siz aynan ulardan kimdir kelib murojaat qilishini kutib o'tirasizlarmi yo o'zingizlar ham chora ko'rishni boshlaysizlarmi? Aynan shu vaziyatda sudga havola qilganmiz. Sud nima deb baho bersa, o'shanga qarab biz ham qaysi sudga havola qilgansizlar? Hozirgi bo'layotgan sud. Yo'q, siz men bilan bog'liq holatda sudga havola qilyapsiz. Tushundim. Bu men bilan bo'lgan holat. Men o'zim harakat qilyapman huquqimni himoya qilishga. Sizlarni bezovta qilmang. Endi sizlar, ya'ni sizga ma'lumot beryapmanki, men bir vaqt o'zida bu respublika bo'yicha boshqalarga ham buzilishda davom etyapti. Siz e'tirof qilyapsiz-ku, mana huquqingiz buzildi deb turib, mana sudda. Bunday bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqa bu bizning pozitsiyamiz, Rasul Xidirovich. Bizning pozitsiyamiz, lekin bir daqiqa oxirigacha tugatib oling. Demak, siz shuni e'tirof qilyapsizki, demak, xuddi shunday boshqa millionlab fuqarolarda ham aynan naqd pul to'lov huquqi buzilyapti. Bu ommaviy axborot vositalarida aytilyapti va bugun men yana ochiq sudda buni aytyapman. Mana sizga ma'lumot tariqasida aytyapmanki, hurmatli o'sha iste'molchilar huquqini himoya qilish bo'yicha agentlik qo'mitani mas'ul xodimisiz, mana vakili. Men sizga ma'lumot tariqasida aytyapmanki, xuddi meni huquqim buzilganidek boshqa millionlab O'zbekiston fuqarolari huquqi buzilishda davom etyapti. Sizlar vakolatli doirasida shunga sizga alohida murojaat qilmasa ham chora ko'ring degan masalani aytyapman. Endi siz shu holatda nima qilasizlar? Har bittasi murojaat qilsa chora ko'rasizlarmi yo mana shu ma'lumotlar sizlarga yetarlimi? Hozir men ham shuni tushuntiryapman. Ayni damda mazkur ish mana butun omma ko'ryapti. Mana biz ham ko'rib turibmiz, kuzatib. Ayni damda bu ish sudga chiqqan oxirgi nuqtaga. Tushundim, bu bitta ishda, bitta fuqarolik ishi. Vakolatimiz. Xo'p, mayli. Demak, sizlarga murojaat qilsagina ko'rasizlar. Murojaat qilsagina emas. Ommaviy axborot vositalarida qayd etilsa ham albatta ko'ramiz. Ha, ko'rasizlar. Albatta, lekin hozir ommaviy axborot vositalarida bo'lib yotibdi-ku mana shu hozir. Shuni natija so'ramoqchi edim. sudda ko'rilayotgan narsaga biz aralasha olmaymiz, shuni tushuning. Sudda bu ish ko'rilyapti. Agar bizga murojaat qilganingizda edi, yoki ommaviy axborot vositalarida tarqab ketganda edi, biz uni chaqirib tegishli tartibda o'rganib, ko'rib baribir sudga oshkor olib chiqardik. Bunda sud baribir baho berardi. Shuning uchun ham hozir aytyapmiz. Buni farmonda qabul qilinishida unga tegishli sharh berilishda o'zingiz ham bilasiz, mana vakolatli organlar bor, maxsus. Shu sud bor. Bizning vakolatimiz doirasidagi masala shu. Ya'ni ayni paytda meni iste'molchi sifatida e'tirof qilyapti shuni. Hozir bu kishiga savolim yo'q bo'ldi. Men boshlasam bo'ladimi? Assalomu alaykum, hurmatli proses qatnashchilari, hurmatli raislik qiluvchi, erkin tinglovchilar. Markaziy bankdan vakil sifatida qatnashyapman. Xo'p. Avvalambor mana yuqorida aytilgan fikrlarni eshitdik. Men ishlayotgan tashkilotim bo'yicha aytmoqchiman, что bizga sud tomonidan sudga chaqiruv qog'ozi joriy yil 1-iyun kuni kelib tushgan. Hujjatlar elektron hujjat aylanish tizimi bo'yicha bizda o'sha rahbar tomonidan mas'ul ijrochilar belgilanishi qilingan va mas'ul ijrochilar tomonidan o'sha topshiriqlar bajariladi. Ya'ni aytmoqchi bo'layotganim, bu sudga chaqiruv qog'ozini biz
to'g'risi kecha qabul qilganmiz va ish hujjatlari bilan to'liq tanishib chiqishga hali ulgurganimiz yo'q. Agar ruxsat bersalaringiz, iltimosnoma taqdim qilmoqchi edim sudga. Ish hujjatlari bilan tanishib chiqqan holda o'sha masala yuzasidan mutaxassis fikr mulohazalarini, soha vakillarini mutaxassis fikr mulohazalarini olinishini inobatga olgan holda keyinga qoldirishda va tashkilot fikr mulohazasini yetkazishni so'rayman. Sud majlisini keyinga qoldirishni so'rayman. Ayni vaqt agar fikrim endi bularni hozir aynan tashkilotini pozitsiyasini agar bilishimiz kerak bo'lsa shu masala bo'yicha buni qo'llab-quvvatlayman. Agar mutaxassis sifatida o'zlarini fikrlarini bildirish agar imkoniyati bo'lsa, tashkilotning nomidan emas, o'sha savollarga agar imkon bo'lsa javob bersalar degan. Hurmatli Rasul aka, men aytmoqchi bo'lganim, bu masala yuzasidan biror bir fikr bildirish uchun masalani barcha o'sha muhim jihatlarini bilgan, tushungan bo'linishi kerak. Ish hujjatlari bilan tanishish ham xuddi shu masalada. Holat yuzasidan ishni qoldirish bo'yicha sizni iltimosnomangiz bo'yicha fikringiz? Mani fikrim qoldirishga hojat yo'q deb hisoblayman. Bu kishiga agar vaqt kerak bo'lsa yetarli, tanishib olishga vaqt beraylik. Qolgan mutaxassislar bilan savol-javob davom ettirib turaylik. Я просто Qoldirish bo'yicha. qoldirish bo'yicha nima shu qoldirsa qoldirmaydi. Qolgan mutaxassislar ham kelgan-ku, o'shalarni eshitib olaylik. Yo'q, hurmatli. Hozir hojat yo'q deb hisoblaymiz sud. Sudga savolimga javob bering. Markaziy bank to'g'risidagi qonunda to'lov tartibi qanaqa usulda belgilangan? Markaziy bank to'g'risidagi qonunda to'lov tartibi o'sha naqd va naqdsiz shaklda amalga oshirilishi aytilgan. Hurmatli raislik qiluvchi, men masaladan to'liq xabardor emasligim sababli bu masalaga mutaxassis sifatida fikr bildira olmasligimni aytmoqchiman hozir. Keyin bu yerda Markaziy bank juda ko'p sohalarni nazorat qiladi va bu masala aynan to'lov tizimlari va naqd pul muomalasi mutaxassislari bilan gaplashiladigan masala sifatida qarayman. O'sha uchun ularning masalasiga men misol uchun nima qila olmayman deb ayta olaman-da. Shu uchun iltimosnoma bergan edim. Majlis davom etadi. Sizlar tomonidan o'sha tadbirkorlik subyektiga nisbatan yuqorida javobgar bo'lgan tadbirkorlik subyektiga nisbatan endi biz shaklini boya ogohlantirish xati emas degan ma'noda aytib o'tdilar. Bu yuborgan xatinglar o'zi nima edi? Bu profilaktik xat amaldagi qonunchilik bo'yicha, masalan, yangi qonunchilik qabul qilinayotgan bo'lgandan keyin har qaysi biz o'zimizni sohaga taalluqli nazorat ostimizdagi subyektlar, ya'ni yoqilg'i quyish shoxobchalari ham biz energiya inspeksiyani nazorat ostidagi subyektlar hisoblanadi. Bularda faoliyatiga taalluqli qonunchilikda yangi o'zgarishlar kiradigan bo'lsa, biz bularga profilaktik tadbir sifatida xabarnoma yuborib, ularda shunaqa amaldagi qonunchiliklarga rioya qilgan holda faoliyat yuritishini bo'yicha biz xabar berganmiz ularga. Bu qaysi normativ hujjatda ko'rsatilgan sizlarga bunaqa profilaktik xabar yuborishinglar? Ha, hozir masalan biz endi nazorat qiluvchi organmiz. Nazorat qiluvchi organlarning faoliyatini tartibga solish bo'yicha prezidentimiz 374-sonli qarorlari bor. 374-sonli qarorlari bilan aynan tadbirkorlik subyektlarida profilaktika o'tkazish tartiblari belgilangan. Shu tartibda biz profilaktika o'tkazishni joyiga chiqmagan holda amaldagi normativ hujjatlar yoki tarqatmalar, eslatmalar yoki qandaydir broshuralarni yoki ommaviy tadbirlarda tashkil etib, ularga shu qonunchilik bo'yicha normativlarni xabardor qilib turamiz. Demak, sizlar qonunchilik deganda, demak, konstitutsiyadan boshlab toki o'sha hukumat qarorlari, joylardagi mahalliy davlat hokimiyat organlari qarorlarigacha bo'lgan hujjatlar nazarda tutib aytyapsiz. Sohaga taalluqli, faoliyatini tartibga soluvchi, sohamizga taalluqli bo'lgan hujjatlar. Demak, shuni har chiqqanda sizlar o'zingizlarni nazorat
nimalarga o'sha xat yuborasizlar. xuddi shunday. Xo'p, shu kungacha aynan shunga oid bo'lgan konstitutsiyadan boshlab to boshqa eng quyi darajadagi mahalliy davlat hokimiyati organlari qarorlarigacha bo'lgan. Mana shu yildan boshlab aytaylik, nechta shunaqa profilaktika xatlar yuborgansizlar? Aynan konstitutsiyadan boshlab to farmon, qaror anaqalar belgilangan. Sizlarni o'sha nazoratinglar ostidagi o'sha Bu yilda 2026-yilda o'zini oladigan bo'lsak, aynan neft gaz yo'nalishi bo'yicha 12 mingtadan ziyod tadbirkorlik subyekti nazorat ostimizda bo'lganligi uchun har bittasiga berganmiz. Yo'q, tushundim. Aynan bu farmon bo'yicha Aynan bu farmon emas. Qanaqa hujjatlar bo'yicha bergansizlar shunaqa? Xo'p, yangi Analogiya chiqqan misol uchun yangi chiqqan normativ hujjatlarda mana bugungi kunda tabiiy gazdan foydalanish qoidalariga o'zgartirishlar kiritildi. Vazirlar Mahkamasining 319-sonli qarori bilan. Shu to'g'risida berganmiz. Aynan masalan yoqilib quyish shoxobchalari bo'ladigan bo'lsa, yoqilib quyish shoxobchalarida bugungi kunda aynan Vazirlar Mahkamasining 2022-yil fevral oyida qabul qilingan 86-sonli qaror talablari bor. U yerda litsenziya talab shartlari belgilangan. O'sha endi ya'ni bularda ruxsatnoma olish talab shartlari belgilangan. Xuddi shu ruxsatnoma olish talabi shartlariga rioya qilib turish bo'yicha har yili profilaktik tadbir o'tkazish sifatida biz bularga eslatma tarqatamiz. Sizlar faqat prezident qarorlari, farmonlari va hukumat qarorlaridagi masalalar bo'yicha tarqatasizlarmi yoki qonun va konstitutsiyadagi talablar bo'yicha tarqatasizlarmi? Yo'q, endi qonun konstitutsiyada aynan bu yerda konstitutsiyada bularning faoliyatini tartibga soladigan norma yo'q. Shuning uchun biz umumiy qaror talablari texnik tomondan texnik tartibga solish bo'yicha normativ hujjatlar bo'yicha tarqatamiz. Tushunarli. Agar konstitutsiya va qonunda aynan bularning faoliyatiga tegishli talab yo'q deyiladigan bo'lsa, aynan naqd pulda to'lovlarni amalga oshirish talabi bu qonunlarda va konstitutsiyadagi talab. Bundan tashqari tadbirkorlik faoliyati erkinligi kafolatlari to'g'risidagi qonunda aytyapti. Davlat organlari, banklar yoki boshqa kredit tashkilotlari tadbirkorlik faoliyat subyektlarining pul mablag'laridan foydalanish yo'nalishlarini belgilab berish va nazorat qilishga hamda pul mablag'larini o'z xohishiga ko'ra tasarruf etish huquqlariga nisbatan qonunda yoki shartnomada tutilgan boshqa cheklovlar belgilashga haqli emas deyilyapti. Aynan mana shu bo'yicha anaqa yoki bu qonundagi talabda yoki o'sha fuqarolik kodeksining 94-moddasida bor, Markaziy bank to'g'risidagi qonunda bor. Aynan to'lovlar naqd pul va naqd pulsiz ko'rinishda amalga oshiriladi deyilgan. Ya'ni bu degani sizni nazoratingiz ostidagi o'sha shoxobchalar ham bunga rioya qilish kerak. Aynan bular bo'yicha ham shunaqa xatlar, talabnomalar yuborganmisizlar. Naqd pulsiz, naqd pulda ham olinglar degan narsa yo'qmi? Aynan endi siz naqd pul masalasiga keladigan bo'lsak, pul masalasi bo'yicha biz umuman yoqilib qo'yish shoxobchasi bo'ladimi yoki boshqa nazorat ostimizdagi subyektlar bo'ladimi, biz pulli masalasiga aralashmaymiz. Bu yerda bizga hukumatda o'sha prezidentimizning farmonlari ijrosi bo'yicha hukumat komissiyasi tashkil qilingan. Hukumat komissiyasi tomonidan aynan energiya inspeksiyaga shu hozirgi naqdsiz to'lovlarning amalga oshirilishini monitoring qilish vazifasi yuklatilganligi uchun biz bu aynan shu pullik masalada shu joyida hozir qatnashganmiz. Ya'ni bizning bu yerdagi funksiyamiz tadbirkorlik subyektlarini, o'sha rahbarlarini, boshqalarini bevosita taniganimiz uchun, bilganimiz uchun bu Markaziy bank, yana o'sha paynet uskunalari o'rnatuvchilar bilan biz bevosita muloqotga kirgizib, ular prezident farmonining ijrosini bajarishini ta'minlashda ishtirok etganmiz. Lekin naqd pul bo'yicha yoki naqd to'lovda yoki naqdsiz to'lovda amalga oshirasan degan masalalar bo'yicha biz umuman nazorat qilmaymiz. Xo'p, demak nazorat qilmasanglar, lekin shu yuqoridagi o'sha hujjat ogohlantirish xatini bergansizlar. Albatta bizga vazifa topshiriq bo'lganligi uchun berganmiz. Demak, sizni O'zbek neft gaz inspeksiyasi funksional vazifasiga qaysi turdagi normativ hujjatlarning ijrosini ta'minlash kiradi? Energiya resurslarini qazib olishdan to yakuniy iste'molchilarga yetkazib berish jarayonida texnologik jarayonlarga rioya qilish to'g'risidagi hamma normativ hujjat kiradi. Tushundim. Demak, hamma normativ hujjat deganingizda endi bizning tushunchamiz bo'yicha qonundagi berilgan ta'rifga ko'ra normativ hujjatlarga konstitutsiyadan tortib eng quyi mahalliy davlat hokimiyatlarining qarorlarigacha kiradi. Albatta, qonunchilikda belgilangan bo'lsa kiradi. Demak, shunda sizlarda funksiyalarda o'sha konstitutsiya va qonun talablarini ham bajarish kiradimi, yo'qmi? Bizmi?
Ya'ni o'sha o'zbek neft gaz inspeksiya o'sha sizni tashkilotingizni funksiyasiga o'sha talablar ham kiradimi yoki faqat hukumat qarorlari, prezident qarorlarini bajarish kiradimi? Konstitutsiyada bizni faoliyatimizni tartibga soladigan qonun yo'q. Siz davlat organi hisoblanasiz. Davlat organi hisoblanaman, lekin aynan neft gaz yo'nalishida Siz ham birga kelganmisizlar? ha, birgamiz. Unda birga qo'shib javob berasiz. Sizni jalb qilmadik. Ya bor, ishonchnomada bor bu ham. Yurist. Unda O'zenergiya inspeksiya yuridik boshqarma boshlig'i. Sizni shartingiz Xolid Alisher G'ulom Qodirovich. Yuridik boshqarma boshlig'i. tug'ilgan kun oy yil. Tug'ilgan kuni 3-dekabr 1986-yil. Qayerda tug'ilgansiz? Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani. Millatingiz, O'zbek. ma'lumotingiz, Ma'lumotim oliy. Yashash manzilim Toshkent shahar Yunusobod tumani, mashina savdo ko'chasi 2-11-xona. Men shaxsiy bo'yicha savolingiz bormi? men bu yerda Sizda savol yo'qmi? Hozir. bu yerda asosan Majburiyatlarga tushuntirib beraman. Hujjatlardan nusxalar olish, hujjatlar bilan tanishish, raisi uchun o'xshatilgan taraflarga savol berish, tushuntirish berish huquqiga egasiz. Marhamat. men bu yerda qo'shilganimiz sababi bu yerda aynan mas'ul aka tomonidan yuridik nuqtai nazardan berilayotgan savollar bo'lganligi uchun, ya'ni mutaxassis sifatida bular neft gaz yo'nalishi bo'yicha ishlaydi. Birinchidan neft gaz inspeksiya degan narsani o'zi yo'q. Qaror bu. Nomi qisqacha nomi ham neft gaz inspeksiya. to'g'rilab aytamiz. Xat berganingizda shu xatlaringizda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi elektr energiyasi, neft mahsulotlari va gazdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi. Qisqacha nomi, qisqacha nomi O'zenergiya inspeksiya, ya'ni normativ hujjat bilan belgilangan. Bu bir neft gaz inspeksiya emas. Ikkinchidan, bu yerda qo'shilgan sababi, ya'ni ko'proq normativ huquqiy hujjatlar bilan, ya'ni qonun bilan, qonun osti hujjat bilan qaysi sanga taalluqli, qaysi nima qilasini bular mutaxassis. Bizda neft gaz yo'nalishi bo'yicha, soha bo'yicha texnologik, ya'ni zapravkalarga oid ish ko'rilayotganligi sababli aynan inspeksiya texnologik jarayonlarni nazorat qiladi. Ya'ni bu pul tushumi yoki qanaqadir naqdni oladi, beradi, uni oldi berisiga tadbirkorlik faoliyatining boshqa jabhasiga aralashmaydi. Men ish hujjatlari bilan hozir to'liq tanish bo'lmasam, ya'ni ommaviy axborot vositalarida eshitgan nimalarini qaraganda, o'sha ko'rganimda что aytilyaptiki, litsenziyasini bekor qilish. Bu yerda litsenziyasini bekor qilish bo'yicha aynan naqd pulda yoki boshqada to'lov qabul qilmasa, deylik, tadbirkorlik subyekti qabul qilmasa yoki qanaqadir iste'molchilar o'rtasidagi bo'layotgan munosabatga yoki boshqaga naqd pulda aralashishga haqqimiz yo'q. Sababi litsenziyasini ham bekor qilishga haqqimiz yo'q. Ya'ni 80-86-son o'sha litsenziya berish, uni bekor qilish tartib-taomillarida ham bu masala ko'rsatilgan. Ya'ni bizlarning yo'nalishimizga kirmaydi. Birinchidan, ikkinchidan qonunchilik hujjatlari bo'yicha xronologik ketma-ketlikda tushuntirib beraman. Aynan qaysi hujjatlar qonundan tortib to pastki jarayonlargacha aynan siz aytyapsiz. Konstitutsiyada ijro etuvchi organ sifatidagi huquq va majburiyatlarimiz konstitutsiya qonunlarda belgilab berilgan. Lekin aynan sohaviy yo'nalish bo'yicha qo'shimcha tartibga solinadigan normativ huquqiy hujjatlar orqali bizlar faqatgina texnologik jarayonlarga javob beramiz. Tushunarli. Litsenziya berish, masalan, litsenziya berishda yoki bekor qilishda, uni talabini nazorat qilishda, ya'ni o'sha qazib olishdan tortib to yetkazib berishgacha bo'lgan texnologik jarayonlarni to'g'ri yo'naltiryaptimi? Ya'ni bu yerda inson hayotiga xavfli omillar ham bor. Ya'ni o'shani to'g'ri nima qilyapti, mutaxassislar to'g'ri nima qilyapti. U yerda biz hozirgi sud majlisiga o'sha naqd pulda oldi berdi masalasiga umuman aloqamiz yo'q. Xo'p, tushunarli. Katta rahmat javob uchun. Sizga unda men qo'shimcha savolim. Sizlar faqat texnologik jarayonlar bilan ishlaydigan bo'lsanglar va to'lov masalalariga aralashmaydigan bo'lsanglar, unda nima uchun mana shu nazorat inspeksiyasi Toshkent shahar hududiy boshqarmasi 23 dekabr 2025-yili
barcha turdagi avtomobil yonilg'i quyish shoxobchalari rahbarlariga 18.02.10/2598 sonli, ya'ni faqatgina to'lovlarni bank kartalari va elektron to'lovlar orqali amalga oshirish imkoniyatini yaratasiz hamda shoxobcha to'lovlarni qabul qilishda naqd pulsiz to'lov usulini joriy etishingiz talab etiladi degan talabni qo'yyapti. O'zingiz aytyapsiz, biz bu yoqqa aralashmaymiz deyapsiz, texnologik ish bilan. Lekin siz bu yerda davlat nazorat organimiz dedi. ya'ni demoqchi bo'lganim, men gapimni tugatib olayda birinchi. Ya'ni o'zingiz aytyapsiz, texnologiya jarayoni bo'yicha ishlaymiz, qazib chiqarib yetkazib berish. Lekin bu yerda to'lov masalasiga aralashyapsizlar, ya'ni talab qilyapsizlar. Talab qilmayapmiz, yaxshilab xatni o'qisak. Mayli, men ruxsat bersangiz men javob beraman. Ya'ni to'lov usulini joriy etishingiz talab etiladi degan so'zlar mana so'zbasiz turibdi. Talab etiladi deyilayotganda bu talab qilish deganida endi. Qarang, prezident farmoni Nima uchun hamma uchun qilyapsiz? umumiy majburiymi? Prezident farmoni hamma uchun umumiy majburiy norma hisoblanadimi? Bilmayman. Ya'ni ijro bilmasangiz siz Kechirasiz? endi aytyapman, umumiy majburiy norma deylik. Davlat nazorat qiluvchi organi boya aytib o'tdilar. Komissiya tashkil qilingan, shu bo'yicha hukumat komissiyasida yoki komissiyamida nima bo'yicha o'sha yerda topshiriq ketgan protokol bilan, ya'ni bizning vazifamiz bular bilan tadbirkor bilan biz bevosita bular bilan shug'ullanganimiz uchun soliq organi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi yuzlashtirib, ya'ni tanishtirib mana shu farmon chiqdi. Biz ogohlantirish, boya aytdik, profilaktik tadbir, ya'ni shunaqa farmon chiqdi, eslatma sifatida, ya'ni buni bizni faoliyatimizda, ya'ni yoqilg'i energetika bo'yicha o'sha zapravkalar bilan ishlayotganligimiz, mana shu narsalarga qarab qo'yinglar degan ma'noda ketyapti bu yerda. U yerda majburiy bajarasan yoki ogohlantirish bo'lish uchun yoki qandaydir talabnoma bo'lishi uchun jazo chorasi yoki qandaydir eslatma bo'lishi shart bu yerda. Profilaktik So'ramoqchi bo'lganim mana shu Vazirlar Mahkamasi huzuridagi elektr energiyasi, neft mahsulotlari va gazdan foydalanish nazorat qilish inspeksiyasining nizomida aynan mana shu ayoqish shoxobchalarini to'lovlarni qanaqadir usulida qabul qilish yoki rad etish yoki unga nisbatan cheklovlar kiritish masalasida profilaktika o'tkazish kerakligi ko'rsatib o'tilganmi? Sotish bor, albatta. 606-Vazirlar Mahkamasining soni. Ya'ni sizlarda o'sha nizomiyat bor. Nima Bu yerda aytilganki, ya'ni 606-sonli Vazirlar Mahkamasi huzuridagi elektr energiyasi, neft mahsuloti, gazdan foydalanish nazorat qilish inspeksiyasining nizomida asosiy vazifalardan biri energiya resurslarini qabul qilish, saqlash, tarqatish, sotish, ya'ni sotish deganda realizatsiyasida sotish, sifat va miqdor jihatdan nazorat qilish vazifasi yuklatilgan. Sotishda, ya'ni bu yerda sotish emas, mana iste'mol sifatida to'lash shakli haqida to'lov, mana yo'q, to'lov shakli to'g'risida yo'q. Yo'q, demak, sizlar nizomiylar yo'q, sizlarning vazifalar emas. Demak, shunda mana Toshkent shahari hududiy boshqarmasi o'zini vakolatidan chetga chiqqan holda xat yuborgan bo'lsa, yo'q, vakolatdan chetga chiqmagan. Boya tushuntirdik. Prezidentda 240 iltimos qilmoqchi edim, mazkur masalada xususiy ajrim chiqarishingizni. Bu yerda bunga huquqiy baho berish masalasi turibdi. Sababi ya'ni bu Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'sha elektr energiya, neft mahsulotlari va gazdan foydalanish nazorat qilish inspeksiyasini Toshkent shahar hududiy boshqarmasi tomonidan 2025-yil 23-dekabrda barcha turdagi avtomobil yonilg'i sotish shoxobchalari rahbarlariga yuborilgan xatda, endi bular buni eslatma deyapti. Biz buni nimaligini keyin tushunib olarmiz. Lekin bu narsa to'g'ridan-to'g'ri tadbirkorlarda o'sha bosim o'tkazilish sifatida qabul qilingan yoki qanaqadir majburiyatlarni keltirib chiqarish sifatida qabul qilingan. Bular balki boshqacha fikrda uni yuborgandir. Lekin mazkur masalaga huquqiy baho berish kerak deb hisoblayman. Ya'ni bularda vakolat doirasidagi ish bo'lganmi yo boshqa vazirlik idorani vakolatimi? Bular hozir aytayaptiki, biz faqat texnologik jarayon bilan ishlaymiz deyapti. Yo'q, aralashishimiz to'lovga deyapti. Vaholanki amaldagi qilayotgan ishlarda to'lovga ham aralashyapti. Ya'ni to'lovni qanday shaklda qilish. nizomimizda biz 606 Shunga mazkur masalaga men sudga gapiryapman. Men sudga iltimos aytyapmanki, ya'ni mazkur masala bo'yicha buni aniqlab tegishli huquqiy baho berish masalasida
prokuraturaga xabarnoma yuborishingizni so'rayman. Bularni mana shu harakatlari qanchalik qonuniy edi. Chunki ikki xil vaziyat kelib chiqyapti. Bular hozir bu yerda bular vakolatdan chetga chiqqan bo'ladigan bo'lsa, qonuniy chora ko'rishga to'g'ri keladi. Agar vakolatdan chetga chiqmagan bo'lsa, demak o'zlari ish qiladi. Shu masalada men hozir o'zida foydalanib xususiy ajrim chiqarishni so'rayman. E'tiroz bildiraman, chunki fikrlarda bizning nizomimizda prezident qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasidagi prezident qarorlari, farmonlarining ijrosini ta'minlash majburiyati bor. Ya'ni prezident qarorlari ijrosini masalan biz bevosita o'zimizni nazorat obyektimizga shu qonunchilikdagi o'zgarishlarni xabardor qilish vakolatimiz bor. Bu narsani ko'rsatma yoki boshqa shaklda yetkazish vakolatimiz bor. Hurmatli javobgar, iltimosnoma bo'yicha fikringiz. Fikrim, непонятные вещи говорят. Определение. Да, да. Прошу, да, здесь что? Я понял, я отвечаю по этому вопросу. Еще раз обращусь, у нас есть официальные, я не знаю, предписание, хат, документ. В чем я вот поделиться с судом, у меня вопросов нет. У меня все то же самое вопросов. Мы подчиняемся НИГУЗ, нефти, газовой инспекции. Это потому, что мы продаем бензин. Это считается нефть-махсулот. А насколько оно достоверно, насколько оно официально, правомерно, неправомерно, уже решит суд. Да. Iltimosnoma yana asoslamoqchi. Tadbirkorlik faoliyati erkinligini kafolatlari to'g'risidagi qonun 21-moddasida aniq belgilab qo'yilgan. Demak, tadbirkorlik faoliyatiga, tadbirkorlarning faoliyatiga yuqorida ham o'qidim men, biror bir davlat organi yoki banklar tomonidan pullarga oid bo'lgan, shu jumladan hozir mana so'zma-so'z o'qiy shu joyini. Davlat organlari, banklar yoki boshqa kredit tashkilotlar tadbirkorlik faoliyat subyektlarining pul mablag'laridan foydalanish yo'nalishini belgilab berish va nazorat qilish hamda pul mablag'larini o'z qoshiga ko'ra tasarruf etish huquqlariga nisbatan qonunda yoki shartnoma nazarda tutilgan boshqa cheklov belgilashga haqli emas. Bundan tashqari bilamiz, yuqoridagi o'sha bir qator keltirib o'tilgan qonunlarda va kodeksda ham to'lovlarni demak ikki xil usulda amalga oshirish mumkinligi ko'zda tutilgan. Shunga qaramasdan mana shu inspeksiyani Toshkent shahar hududiy boshqarmasi tomonidan tadbirkorlarga nisbatan aynan bir tomonlama ogohlantirish berilyapti. Bu eslatmami, nima hujjat bo'lsa ham, lekin va bular o'zini gaplarida aytyaptiki, biz faqat texnologik jarayonni ko'ramiz. Demak, mazkur hujjatga baho berishga to'g'ri keladi. Shu boisdan men yuqoridagi asoslarga ko'ra xususiy ajrim chiqarib, aynan mana shu tadbirkorlarga yuborgan mana bu xat, ogohlantirish xatiga huquqiy baho berilishini so'rayapman. Shu bo'yicha xususiy ajrim chiqarishni so'rayapman. Alohida xonada muhokama qilinadi. Savollar yo'qmi boshqa? Xo'p. Demak, boyaga shu yuqoridagi masalaga yana ham oydinlik kiritib olish maqsadida so'rayapman. Demak, o'sha mana shu Vazirlar Mahkamasi huzuridagi inspeksiya bir vaqt o'zida hukumat qarorlari, prezident qarorlarini ijrosini ta'minlash bilan birga qonun va konstitutsiyaning talablarini ham bajarishga mas'ul hisoblanadi. Demak, faqat bitta nima emas. Bo'ldi, men shuni bilmoqchi. Rahmat. Boshqa savollar, iltimosnomalar yo'qmi taraflarda? Sizda yo'qmi? Sud ish hujjatlarini tahlil qilib muzokaraga o'tadi. Marhamat, da'vogar. Suddan nima so'raysiz? Sudda men yuqoridagi bildirilgan fikrlardan kelib chiqib, yana ham oydin bo'lyaptiki, demak, tadbirkorimiz tomonidan naqd pulni qabul qilmaslik bo'yicha ishlar bundan keyin ham davom etadi. Bu o'z o'rnida men kabi bularga mijoz bo'ladigan juda ko'plab boshqa iste'molchilardan huquqlari cheklanishiga olib keladi. Shu boisdan yuqoridagi da'vo talablariga bir qator shu qo'shimcha o'zgartirish, to'g'rilash nuqtai nazaridan bugungi shu o'tgan majlislarda bo'lgan muhokamalardan kelib chiqib aytmoqchimanki, birinchi so'raydiganim demak, tadbirkorni naqd pulni rad qilish haqidagi bo'yicha harakatlarni g'ayriqonuniy deb topish. Tadbirkordan men tomonimdan naqd pulni qabul qilish majburiyatini yuklash, chunki men haligacha to'lov qila olmadim, lekin mahsulot topib qo'ydim. Uchinchidan, bu qonunbuzarlik davomli yana ham takrorlanmasligi uchun boshqa iste'molchilardan huquqlari cheklanishiga olib kelmasligi uchun konstitutsiya va qonundagi naqd pul kafolatini amalda ta'minlash nuqtai nazaridan demak, o'sha
sud qaror chiqargan kundan boshlab barcha iste'molchilardan ham naqd pul shaklida to'lovlarni hech bir moneliksiz qabul qilish majburiyatini yuklashingizni so'rayman. Endi bu yerda hozir bitta Da'vo talablaringiz faqat yuqorida shu edi. noqonuniy deb topish, Topish. majburiyat yuklash. Xarajatlarini U sud xarajatlari bo'yicha turibdi. hamda qo'shimcha da'vo talablari bo'yicha Qo'shimcha da'vo talablarini aytdim. Ya'ni iste'mol sifatida davlat bojini qaytarib berish, o'sha javobgardan 1 so'm miqdorida ma'naviy zarar undirish aytganman. Endi hozir aniq bo'lyaptiki, men o'yladim, balki shundan keyin tadbirkor to'xtatar desam, lekin bugungi bo'lgan muzokaralardan kelib chiqyapmizki, tadbirkor bundan buyon ham naqd pulni rad qilishda davom etish fikrida qolyapti. Shu boisdan men shu majburiyat yuklanishini so'raymanki, bundan keyin tadbirkor Konstitutsiya va qonundagi o'sha fuqarolarning kafolatini hisobga olib, naqd pulda qabul qilsin, naqd pulda ham o'sha fuqarolardan to'lovlarni. Ya'ni qonunbuzarlik, huquq buzilishi davom etishi mumkin emas bundan buyon. Shu majburiyatni ham yuklashingizni so'rayman. Xo'p, endi sud jarayonida tadbirkorlarda o'sha chek berish masalasida muammoli holat ochiq qolib ketdi. Shunga u bo'yicha sudga havola qilaman, qanday shaklda ta'minlab berish. demak, da'voingizni qanoatlantirishda rad qilishni qisqasi suddan nima so'raysiz? Suddan da'vo talablarimni qanoatlantirishni so'rayman. Shundan kelib chiqib da'vo talablariga qisman o'zgartirish kiritib, ya'ni qo'shimcha ravishda o'zgartirish kirita olmaysiz. nimaga? Muzokaraga o'tadi. Unda Muzokarada faqat sizni da'vo talablaringiz bo'yicha ko'rib chiqamiz. Ha. Da'vo talablaringizni Bo'lmasam, qanoatlantirishni yuqoridagi iltimosnoma qismiga qayta olamizmi? Men da'vo talabimga bo'lmasam, men hozirgi muzokaralar davomida men yana davom etishini men bilmadim-da hozir. Muzokaraga o'tdik hozir. Suddan nima so'raysiz? Da'vo talablarimni qanoatlantirishni so'rayman, to'liq. O'tgandagi bergan da'vo talablarimni ham qanoatlantirishni so'rayman. Shu bilan birga tadbirkorga majburiyat yuklanki, boshqardan ham olsin naqd pulni. Marhamat. Javob berasiz. Bizdan faqat справедливое решение so'raymiz bu. Alohida xonaga chiqadi. Davlat organlari bugun shu tashrif buyurgan ko'pchilik o'sha mas'ul idoralar o'zlarida faqatgina hukumat qarorlari, prezident qarorlari ijro etishga mas'ul kayfiyatda tutyapti. Ularda negadir qonun va konstitutsiyadagi talablarni ular negadir uni inobatga olmayapti. Go'yoki o'sha birgina yo'nalishga qaratilgandek o'zlarini tutyapti-da. Menda shunday taassurot qoldirdi. Balki unaqa emasdir. Lekin o'sha men nima bo'lishidan qat'iy nazar butun xalqimiz iroda bilan referendum orqali qabul qilingan konstitutsiyani normalarini so'zsiz ta'minlash kerak dastlab. Undan keyin qolgan ishlarni qilishga o'tsa bo'ladi. Ya'ni hozir ko'rib turibsizki, meni nazarimda shu bizning mas'ul idoralarimiz faqat qaror, nizom, o'zlarining yo'riqnomalari bilan ko'proq ishlayaptilar. Konstitutsiya va qonun masalalari negadir ikkinchi darajaga o'tib qolgandek menga tuyuladi. Shuni ham aytaylik, har bitta bankomat 1% davoladi. Undan tashqari hozir bankomatlar ayrimlari 1%, ayrimlari 3% to'laganda, endi paynet deyiladi nima bo'lganda ham o'sha onlayn kartaga pul o'tkazishda, ya'ni naqd pulni to'lash uchun yana to'lov qilinyapti-da. Bunaqa mantiqsizlik, bunaqa kulgili sharoit menimcha yo'q-da hech qayerda dunyoda. Siz o'zingiz tan olgan valyutangiz milliy valyutada to'lov qilish uchun yana to'lov qilyapsiz-da. To'lov qilish huquqiga ega bo'lish uchun to'lov qilinyapti. 3% yo'qotilyapti bu yerda. Odamlarni hech kim so'ramayapti-ki, nimaga ayrim odamlar plastik kartadan qo'rqib qoldi deb. Chunki biz bir qator idoralarga vakolatlar berib tashladik. So'ramasdan pulni yechib olish. Ba'zilar nomiga kredit olib tashlangan, firibgarlik yo'li bilan, o'zini xabari yo'q. Ba'zilarga qarz qo'yilgan, uni nizoli holati bor, uni oydinlashtirmasdan turib, tars kartasidan pul yechib olyapti. Bu odamlarda kartalarga nisbatan qo'rquv paydo bo'ldi. Qo'pol aytgan, istagani hozir yechib olyapti-da. Keyin to'lovni ana ba'zan qarz oldi bersa ham karta orqali qilaysa, yo'q, menga naqd ber dedi. Hozir bersang, men dedi, bankomatga yetkazmasam yechib oladi dedi. Qo'rqib qolgan odamlar. Mana nima uchun odamlar bu tizimga o'tishni ba'zilar xohlamayapti. Ya'ni bu yoqda to'g'rilab qo'yganda va
odamlarni onlayn to'lovga o'tkazishda butun dunyoda sinalgan yechimlari bor, rag'batlantirish orqali, huquqlarni cheklash orqali emas. O'shanga odamlar hozir yo'q joydan pul yo'qotyapti va bundan yana o'sha kambag'al oddiy odamlar jabr ko'ryapti-da. Bir tarafda hozir prezident farmoni, ikkinchi tarafda konstitutsiya va qonun. Hamma gap shundaki, davlat organlarimizga, bizni yurist mutaxassislarimizga, vazirlik idoralaridagi yurist mutaxassislarga jur'at yetmayapti. Konstitutsiya ustuvor edi deb ular qo'rqishyapti. Rahbardan gap eshitishdan, undan bundan gap eshish, ya'ni ikkiyuzlamachilik bo'lyapti. Ya'ni borni bordek tan olishga jur'at yetmayapti. Ana o'shani jur'atni biz konstitutsiyada tan olganmiz, butun xalqimizning irodasi. Yozib qo'y, to'g'ridan to'g'ri ishlaydi deb. Konstitutsiyani qoidalarini ijro etish uchun qonunlar qabul qilganmiz va normativ hujjatlar to'g'risida aniq keltirib qo'ydik. Mabodo orada shunaqa ziddiyatli vaziyat bo'lsa, qonun va konstitutsiya qonun yuqori kuchga ega deb turib, aniq yozilgan narsaga bugun ko'z yumilyapti-da. Ya'ni shap deb o'tiribmiz-da, shaptol deb ayta olmaymiz. Shaptol deb aytishga vazirlik idoralarida rahbarlarida ham, xodimlarda ham jur'at yetmayapti. Qo'rqyapti. Baraka topkur, joningni oladimi, boshqami, xalq ko'rib bilib turibdi-ku, bunchalik darajada davlatchilikda davlat organlarini sharmanda qilishga hech kimning haqqi yo'q. Biz shuning uchun bu sudgacha yetib keldik. Va oddiy savol, nima uchun odamlar to'lash uchun, to'lov huquqini qo'lga kiritish uchun yana to'lov qilish kerak? Nimaga? Qani mantiq, qani adolat? Bunaqada odamlarda davlatga, islohotlarga ishonch qoladi. Qachonki o'ziga ma'qul vaqtda konstitutsiya qonun tan olinadi, boshqa vaqtda tan olmayman degan ishmi? Ya'ni odamlar buni ochiq ko'rib turibdi. Hozirgi holatda zudlik bilan fuqarolarning shu huquqini e'tirof qilish kerak bo'ldi. Bu bor, qonunda yo'qolmagan. Yoki bo'lmasa dastlab konstitutsiya va qonunni o'zgartirish kerak edi. Fuqarolarda huquq bo'lmasin dedi, naqd pul to'lash bo'yicha. Ana undan keyin bunga baho bersa bo'ladi. Eng qizig'i, turistlarni o'ylab alkogol va tamakiga o'sha sotishga umumiy ovqatlanish joylarida ruxsat beryapti naqd pulda. Turistlar uchun. O'zimizning xalqimiz, o'zimizning odamlarimiz bugun chet eldan kelgan turistlardan past darajadagi odamlarmi? Nega o'zimizning odamlarni o'ylamaymiz? Nimaga o'zimizning odamlarimiz ham naqd pul to'lovda qila olish kerak emas? Turistlar uchun sharoit qilinadi-yu, o'zimiznikilar uchun emas. Oddiy aytganda O'zbekiston o'zi kim uchun? Mana ustuvor masala. Bu davlatga qarshilik, siyosatga qarshilik emas. Bu shunchaki qonunlardagi kafolatni eslatmasi. Shunchaki aytayotgan gapimiz qilayotgan ishga mos bo'lsin va biz suddan ham shuni so'radik. Qolgan joylarda eshitishga, gapirishga bunaqa sharoit qilib berilmadi-da. To'g'risi. Hozir endi nima deydi? Konstitutsiya va qonunning ustuvorligi e'tirof qilinadigan bo'lsa, biz men ham o'zim ishonaman nima qonun ustuvor bo'lishiga. Prinsipial alam qiladigani bilasizmi nimada? Alam qiladigani shuki, butun xalqimiz necha million odamlar chiqib ovoz beruvdik-da konstitutsiyaga, yangisiga. Va uni ishlashini xohlaymizda va qonunlar bu parlament tomonidan qabul qilinadi, prezident tomonidan imzolanadi-da va huquq beradi odamlarga. Endi shu kecha kunduzga kelganda shunga ko'z yumilyapti-da. Bu nima uchun? Kimning manfaati uchun? Bir guruh paynetchilar yoki oddiy aytganda yoki shu pul o'tkazmasdan pul ishlaydigan tadbirkorlarning foydasi uchunmi? Bu yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash shunaqa bo'ladimi? Fuqarolar huquqlarini cheklab qo'yish orqali bo'ladimi? Ya'ni alam qiladigani shuda o'zimiz muqaddas deb bilgan huquqlar haqida gap ketyapti-da. O'sha qaror yozishda, farmon yozishda, qonunni, konstitutsiyani tushunadigan odam qolmaganmi degan fikr bo'lyapti. Ya'ni shuni yozayotgan odamlar nahotki shunchalik konstitutsiya va qonunni o'qimaydigan odamlarmi degan. Ya'ni bu yerda kadrlar malaka darajasi hozir. Qanaqa darajada odamlar u yerda ishlayapti degan savol. Ya'ni ular hammasi imtihondan o'tishi kerak. Yana hozir oddiy xalq nima deydi kuzatuvchilar, oddiy xalq? Ya uni so'ramadimi? Hasan bularning gaplariga qo'shilamiz. Chunki naqd pulda savdo bo'lishini plastikka pul tashab, uni nima desam, foizi bilan yutqizishi biz insonlar, odamlar xohlamaymiz. Shuning uchun biz xohlaymiz plastiksiz naqd pulimizga hamma yoqdan narsalarni sotib olishni. Chunki O'zbekiston so'mi butun O'zbekistonda ishlash kerak bu narsa. Shuni biz ham so'raymiz. Mana boya adashmasam Milliy bankida kelgan Markaziy bank o'sha xodim aytayaptiki, sudni qoldirishni so'radi, lekin vaholanki ushbu sud jarayoni sud 3-iyunga ko'chirilganda ancha vaqt bor edi orada. Ushbu hujjat bilan o'rganib chiqishga imkoniyati ham bor edi ular. Lekin nimaga o'rganib chiqishmagan va nega yana hozir sudni qoldirishni so'rayapti? Uni endi o'sha Markaziy bank vakilidan so'rang-da. Men aytayapman-ku, meni nazarimda, men alohida tashkilot emas,
juda ko'p bugun qatnashgan bizni mutaxassis boshqa tashkilotlarimizda negadir jur'atsizlikni ko'ryapman man. Qonun va konstitutsiya haqida gapirishni umuman istashmadi deyarli. Faqat farmon qaror. Go'yoki qonunlar tan olinmaydi. Men hayronman. Ya'ni yo jur'atsizlik yoki uquvsizlik bu, men bilmadim. Yana aytyapman. Bu savolga ulardan izoh so'rash kerak. Ya'ni 3 kunmi, 4 kunmi vaqt bor edi tayyorlanib olishga. Rasul aka, hozir yana bitta iltimosnoma kiritdingiz, ya'ni iltimosnomani o'zingiz Xususiy ajrim chiqarishni so'radingiz, ya'ni o'sha vakolati bo'lmagan holatda o'sha tadbirkorga nisbatan bosim deylik, balkim bosimdir, balkim boshqadir, balkim buyruqdir, o'sha holatda hozir sudga ajrim sifatida iltimosnoma kiritdingiz. Ya'ni agar sud tomonidan bu narsa inobatga olinmagan taqdirda nima yo'li bor buni? Men o'sha tadbirkorlar mana o'zlari aytdi yuqorida, demak, mana shu ogohlantirishmi, eslatmami shuni olgan har bir tadbirkor buni shunchaki bularning vakolatida emasligini o'zlari aytib o'tyapti. Biz faqat texnologik jarayonga qaraymiz. Mana shu berilgan ogohlantirish xati bo'yicha biznes ombudsmanga, prokuraturaga shikoyat kiritishlari kerak. Buni umuman vakolati bo'lmagan ekan, bunga baho bering degan ma'noda. Ya'ni men o'zlarining gapidan kelib chiqib aytyapman. Ya'ni ularda unaqa bu yo'nalishda to'lovga aralashishga vakolati bo'lmagan, lekin aralashgan, oddiy aytganda. Endi bu yerga kelib biz aralashmaganmiz deyapti. Ya'ni endi biz u yoqda tadbirkorlar chaqirib olib, ana zallarga yig'ib olib nimalar bo'lganini bilmaymiz. Lekin mana bu yerda o'zini tutishiga qaraganda ancha-muncha ishlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi afsus biz buni bilmaymiz, o'zlarining chaqirib so'rash. Mana hozir bitta savol boya berishingizni kutgandik, lekin u berilmadi adashmasam. Lesen Group mas'uliyat cheklangan jamiyati rahbari bor-ku. Keldi, lekin u aytdiki, o'tgan sudda ushbu hujjatga imzo chekishimiz uchun bizda yig'ilishlar o'tkazgan dedi. Lekin boya adashmasam ular yig'ilish o'tkazganini emas, faqat hujjatni taqdim etganini aytishdi. Endi sud bu hamma holatni eshitdi. Bu yerda kim kimni aldayapti, kim o'zi baho beradi. Ya'ni bu yerda biz ko'p narsani so'radik va so'raganimiz bilan konkret real javob bo'lmayapti. Hatto shuning uchun vaqt cho'zmaslik nuqtai nazaridan bu narsani izohlab o'tirish keragi yo'q dedim. Lekin baribir ularning harakatiga nisbatan baho berilib so'raldi. Bizda mavjud hujjat bitta ularning haqiqatda xat berganligi edi, o'sha eslatmami. Ana shu bo'yicha xususiy ajrim chiqarish so'radi. Agar ularni haqiqatdan kelib bosim qilib imzolatib majlisda o'tkazgani bo'yicha tasdiqlovchi real fakt bo'lganda u bo'yicha ham so'rardik. Lekin u shunchaki gap bo'ldi-da, bu yoqdan keyin uni rad qilib turibdi. Endi unga sud baho beradi. Qarang, mana shu hozirgi savolim to'liqligicha olay. Ya'ni biz o'sha qolgan tadbirkorlarni ogohlantirish tartibida e'lon qilsak bo'ladimi? Ya'ni mana shu normativ hujjatga bular bittasi aytayaptiki, biz unaqa vakolatimiz yo'q deyapti, ikkinchisi mana bu hujjatda ko'rsatib o'tilganda mumkin emas ekan. Endi bunga sud oxirida baho berish kerak. Mana shunaqa ziddiyatli holat bo'lganda o'zi sud yechib beradi-da bunaqa masalalarni. Qonunda shunday ko'rsatilgan. Kim nima deyishdan qat'iy nazar, men fuqaro sifatida shu yurtni fuqaro sifatida bilamanki, meni O'zbekiston hududi bo'yicha naqd pul va naqdsiz pul shaklida istagan to'lovni qilishim mumkin. Menga bu huquqni konstitutsiya va qonun bergan. Sud buni e'tirof tasdiqlaydimi, yo'qmi, barmanda shu qoladi. Bo'lmasam konstitutsiya bu narsani tasdiqladi. Markaziy bank ham tasdiqladi. Aytdi, naqd va naqd pulsiz shaklda qabul qilinadi. Bu hukuramizda ham yozib qo'yilgan, O'zbekiston bo'ylab qabul qilinadi. Bu konstitutsiya. Rahmat. O'zbekiston Respublikasi nomidan hal qiluv qarori. Da'vogar Kusherbayev Rasul Xidiraliyevichning javobgar Lesen Group mas'uliyat cheklangan jamiyatga nisbatan naqd pul mablag'larini qabul qilishdan bosh tortishda ifodalangan xatti-harakatni noqonuniy deb topish, naqd pul mablag'larini qabul qilish majburiyatini yuklash va ma'naviy zarar undirish haqidagi da'vo arizasi qanoatlantirish rad qilinsin. Da'vogar Kusherbayev Rasul Xidiraliyevichdan davlat foydasiga 824 ming so'm davlat boji undirilsin. Hal qiluv qarori ustidan qaror chiqargan kundan e'tiboran 1 oy ichida apellyatsiya tartibida shikoyat keltirish huquqi, shuningdek, hal qiluv qaroriga nisbatan 6 oy muddat ichida kassatsiya tartibida shikoyat keltirish huquqi yoki bo'lmasam taraflarning murojaatiga asosan prokuror tomonidan protest keltirilish huquqi tushuntirilsin. Hurmatli da'vogar, ushbu hal qiluv qarori bo'yicha tushuntirish berib o'taman. Ayni damda sizning da'vo talablaringizdagi javobgarga nisbatan naqd pul mablag'larini so'mni qabul qilishdan bosh tortganligini noqonuniy deb topishni so'raganingiz bo'yicha
Ma'lumki, qonunchiligimizda belgilangan so'm bu milliy pul birligimiz. So'm bilan uni to'lov tartibi, pul birlik bilan uni to'lash tartibi va usuli bu ikki xil tushuncha ekanligini. Bunda sizdan o'sha naqdsiz ko'rinishda talab qilinishi bu qonunchilikda belgilanganligi va mosligi. Hozirda naqd va naqdsiz pul to'lov shakllari tegishli qonun bilan tartibga solinganligini, to'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risidagi qonunchilikning 20-moddasida naqdsiz pul shaklida qabul qilish va naqdsiz pul shaklida to'lovlar hisob-kitob qilishlarni rivojlantirish belgilanganligini e'tiborga olib, sud da'vo talablaringizni asossiz deb hisobladi va uni rad qildi. Hal qiluv qarorini tegishli muddat ichida qabul qilasiz. Unga shikoyat keltirish huquqiga ega kim norozi bo'lsa, sud majlisi yopiq. Apellyatsiya huquqim bor. O'zi umuman aytganda muammo mani o'sha yerga zapravkaga 109 ming so'm pulni naqdda to'lash bilan bog'liq edi-da. Men uni shu kecha kunduzda ham bor plastikda ham to'lab kelishim mumkin. Lekin asl muammo aynan mani to'lov bilan bog'liq shu masala doirasidagina emasda. Bu muammo yoki shu yergacha yetib kelishimizning bosh sababi biz yaqinda xalqimiz, butun xalqimiz iroda qilib qabul qilgan yangi konstitutsiyamizdagi kafolatlar, xalqimiz ishongan, xalqimiz ergashgan va xalqimizni ergashtirganlar bor. O'shanga nisbatan bo'lgan muqaddas hujjatga bo'lgan ishonch amalda qanchalik ta'minlanyapti? O'sha qonunni qoidalarini amalga oshirish uchun qonunlarda, konstitutsiyaning qoidalarini amalga oshirish uchun qonunlar va konstitutsiyada davlat idoralari bilan bab-baravar xalqimizga, fuqarolarga berilgan huquq ham o'zi amalda ishlaydimi degan masalani qanchalik aktualligi bilan bog'liqda va bu ba'zi joylarda ishlayotgandir boshqa huquqlar, lekin bu to'lov masalasi bu xalqimizni huquqida, odamlar hammaning huquqi, har bir fuqaroni, chet ellikni ham huquqi. O'zimiz tan olgan milliy valyutamizni, bizni kerak bo'lsa faxrimiz bo'lgan shu qog'ozni, endi qimmatli qog'ozni bugun islohotlar deyapti ba'zilari rahbarlari xohishi deyapti. Ana shu xohish sababli konstitutsiyadan yuz burib turganligimizda bo'lyapti. Muammo shunda, muammo menda emas. Muammo Kusherbayev davlatga qarshi yo siyosatga qarshi deb aytuvchilarning gapi to'g'riligida ham emas. Muammo Kusherbayevda ham emasdir. Muammo meni o'sha konstitutsiyaga, qonunga ishonganligimda. Menga maktabda konstitutsiya bosh hujjat deb, siz konstitutsiyani bilasizmi deb tanlovlarda o'tkazib, o'shanga ishontirishganida meni o'qituvchilarim. Muammo meni otamda, otam aytardi. Qonunga itoatkor bo'lish kerak. Shunda inson ko'karadi, shunda odamlar ishonadi. Shuni qoidasidan chiqmaslik kerak deb menga o'rgatib kelganligida, meni o'shanga ishonganligimda muammo. Agar meni shunday tarbiya qilishmaganida, istagan vaqtda bu rahbarlarning xohishi ekan deb tupur hammasiga, konstitutsiyaga ham boshqaga ham sana suv qaqqa ketsa shu yoqqa oqib ketavergan, yuravergan, odamlar qiynalsa qiynalaversin, o'zing kayf qilib yashayver, mazza qilib yashayver o'zing deb aytishib, men ham shunday tarbiya topganda balki muammo bo'lmasdi. Lekin men unaqa bo'la olmayapman. Va hammamiz umrimiz o'tyapti. Bugun sud shunday qaror chiqarayotgandir. Balki bu qaysidir nuqtai nazardan to'g'ridir. Lekin bu qanchalik adolatli bo'ldi, qonuniy bo'ldi, bunga hamma o'zi ko'rib turibdi baho berib. Va men albatta umid oxiri bo'lib bo'ladi. Bu masalada umid yo meni yo'q bo'lib bo'ladi, yo oxiri shu fuqarolar huquqi tan olinish bilan bo'ladi. Men albatta apellyatsiyaga beraman. Kerak bo'lsa konstitutsion sudgacha boraman va kerak bo'lsa bizni konstitutsiya va qonundagi huquqimizni tiklab berishni xalqaro sudgacha kerak bo'lsa olib chiqamiz. Boshqalarga konstitutsiya, qonun kerak bo'lmasa ham bu bizga kerak. Menga kerak konstitutsiya. Men uni u meniki, u sizniki, bizniki, hammamizniki deyiladi. Shu jumladan u ham meniki. Men uni bunaqa tarzda ko'z yumilishi, bunaqa tarzda jur'atsizlik qilib, yuz burilishiga jim qarab tura olmayman. Sudda qaysi bosqichda bo'lsa, o'sha qonun yo'lidan yurib buni yana ham harakat qilishda davom etaman.
kerak bo'lsa xalqaro sudgacha olib chiqamiz. Bizni konstitutsiyamizni bizni organlardan himoya qilib tiklab berlaring deb olib chiqamiz. Faqat muammo shuki, bu davlatchilik uchun, bizda o'tirgan mas'ul shaxslarimiz uchun qanchalik obro' olib keladi. Xalqimizning oldida ularga bo'lgan ishonch qanday bo'ladi bundan buyon? Gap shunda. Ular o'zlari xalqimiz tan olayotgan konstitutsiyani tan oladimi, yo'qmi? Masala shunda. Ya'ni sudda o'sha qarorini olamiz. Men qarorni ochiq qo'yaman hammaga. Hamma ko'rsin. Sud meni nima asoslarimni, meni qonun konstitutsiyadan keltirgan asoslarimni, naqd pul to'lash bo'yicha berilgan huquqlarni qanday hujjatlar bilan rad qilyapti? Asoslab bera olsa asoslab bersin. Hamma ko'rsin, kuzatsin. Bu umuman hamma uchun yangi amaliyot, yaxshi amaliyot bo'ldi. Va men sudda bu qarorni qabul qilganligidan juda qattiq hayron qolmadim. Bu umuman yuqorida ham aytdim. Demak, sud hokimiyatining mustaqilligini ta'minlash yo'lida hali juda ko'p mehnat qilishimiz kerakligi, juda ko'p jur'atni yig'ishimizga to'g'ri kelishini ko'rsatyapti. Va biz hali ham ayrim odamlarning xohishi yo'lida qonunni xohishi yuqori tura oladimi, yo'qmi degan savolga hali javob topish, unga erishishimiz yo'lida ko'p qovun pishig'i borligini ko'rsatyapti. Lekin mana shu yurtning kelajagiga, uni yaxshi taraqqiyot etishiga ishongan har bir inson menimcha befarq bo'lmasligi kerak. Albatta men xafa bo'ldim bu sud qaroridan. Ya'ni bu harakati sudning mustaqilligiga bo'lgan ishonchimni yana ham pasayishiga sabab bo'ldi. Qarorning o'zini mohiyati mayli ikkinchi darajali. Ya'ni men bugun sudlarimiz yana ham mustaqilroq, yana ham odamlar ishonadigan prezidentimiz ta'bir bilan aytganda, sud xonasiga, sud idorasiga kelib chiqib ketayotgan odam bu yerdan adolat topganiga ishonib chiqib ketish kerak deb aytgan edilar. Mana bugun juda ko'p kuzatuvchilar chiqdi. Men birortasini fikridan eshitmadim adolat qaror topdi degan gapni. Bugun sudda ko'rdik, Markaziy bank, biznes ombudsman kabi tashkilotlar vakillari qatnashdi. Ulardan nimalar kutgan edingiz va javoblardan qoniqdingizmi? Bu haqida fikrlaringiz. Ular shunchaki yaxshi ijrochi ekanligini, yaxshi topshiriqni bajaruvchi ekanligini ko'rsatdi xolos. Rasulga keyingi savol, Markaziy bank foydalanishga tayyor emasligini aytsa-da, Rossiya kuchi uni inobatga olmadi. Bu inobatga bu yerda undan tashqari meni iltimosnomam ham bor edi. Xususiy ajrim chiqarish masalasida. Unga ham munosabat qolib ketdi. Ya'ni hozir konstitutsiyani 10 ta bobini asos qilib keltirganda ham menimcha shunday qaror chiqishi mumkin edi. Balki boshqa narsalarni asos qilganda ham. Bu taxmin xolos. Ya'ni bilmadim yana qanaqa kuchli asos kerakki, nima deydi? O'zimizni naqd pulimizni to'lash imkoniyatini tiklash uchun bilmadim yana nima kerak. 2023-yilda konstitutsiya yangilanishiga qaramay, mana xolislarning fikri endi bunga ishonch yo'qolyapti, deyapti. Bunga Mani ishonchim yo'qolmagan. Men bu konstitutsiyani o'zimniki deb tan olaman. Boshqalar balki buni tan olmas. Boshqalar bundan yuz burayotgan, lekin men yuz burganim yo'q. Men uni ayrimlar hozir ishlatmayotgandir uni. Ayrim xohishlar ustuvor bu. Lekin men ishonaman va unga nisbatan hurmatsizlik, uni chetlab o'tish, uni tan olmaslik butun bir xalqning irodasini tan olmaslik, xalqni tan olmaslik degani bo'ladi. Shuning uchun men ishonaman, og'ir, qiyin bo'lsa ham uni qadrini tiklash yo'lida bundan keyin ham davom etaman. demak, bu sud jarayoni hali apellyatsiyaga berasiz, oxirigacha kurashasiz. Aytyapman, apellyatsiya bor, bo'lmasa yana kassatsiya, Oliy sud, konstitutsiyaviy sud. O'zi bu muammoning yechimi konstitutsiyaviy sudgacha boradi o'zi. Chunki konstitutsiyaviy sudimiz jim turibdi bu masalada. Undan keyin kerak bo'lsa xalqaro sudga ham boramiz endi. Agar boshimiz omon bo'lsa. Rasulga yana bitta savol bor. Sudya javobidan so'ng Markaziy bank kodeksiga qonun, fuqarolik kodeksiga 94-modda va iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunlar bor, pul birligi haqida. Bundan kelib chiqib shuni taxmin qilish mumkinki, sudya opa bu qonunlar shunchaki mensimadimi yoki nima qildi? Yo'q, mensimadi emas. Bu hozir qarorni yozib, u kishilar bir qator asoslarni keltirdi. Qarorni bersin, biz ochiq qo'yamiz muhokamaga. Ya'ni bu masala bo'yicha hammaning o'zining fikri bor. Hozir men nima deyishimdan qat'iy nazar, hamma tushunib turibdi, ko'pchilik bilib turibdi. Faqat shap deyilyapti, shaptol deyilmayapti oddiy aytganda.
Faqat jur'at masalasi. Qo'rqoqlik qilinyapti. Ishda qolish, amalda qolish, gap eshitmaslik nuqtai nazarda. Bugun ya'ni konstitutsiyaga bo'lgan sodiqlik ishga bo'lgan sodiqlikda oldida pastroq ekan. Amalda qolishda oldidagi xohishdan ko'ra pastroq ekan. Oddiy aytganda shunday bo'lyapti. Men shunday tushundim. Ayrim mutaxassislarning fikrini eshitdim. Siz ham yetarli darajada hozir asablantiribsiz. Endi Yo'q. savollar ortsa hozir. Agar apellyatsiya tartibida arizalarni Ha, xudo xohlasa. imzolashga imkoni bo'ladi. Men misol uchun yo'q. Apellyatsiyani men berishim kerak, chunki men da'voga kirganman. Lekin bitta narsani unutish kerak emas. Bu yerda millionlab iste'molchilarimiz bor, fuqarolarimiz. Ya'ni ularni ham xuddi shu tartibda sudga ariza kiritishga, da'vo kiritishga hech narsa to'sqinlik qilayotgani yo'q. Marhamat, iste'molchilar qo'mitasiga yozish. Bugun gapirdi-ku ular. Yozinglar dedi. Hech kim munosabat qilmagan. Ha, beringlar mana qo'mitaga. Biz ham ishonamiz. Biz ham ishonamiz. Sog' bo'linglar.